Jasorat aka. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugün biz uchun nihoyatda bir ahamiyatli bir kun bo'ldi deb qarayman. Chunki bugun bo'layotgan ishlar, bugun garchi men bir kun oldirish o'tgan bo'lsam-mu, zehnim, diqqatim shu Facebook'dagi taratqularda bo'ldi. Ko'rib turatimizki, dunyodagi bütün dünya miqyosidagi qarindoshlarimiz qo'zg'alib ketdi. Bütün jafokash qarindoshlarimizning ko'ch-ko'chlarga chiqib, imzo to'plash faoliyatlari olib berish natijasida inshaalloh bizning tariximizda, bo'lib shu chet eldagi da'vo ishlarimizning tarixida tunji qatim bir ko'zga ko'ringandek natijani qo'lga keltirish oldida turganligingizni ko'ryapmiz. Men shaxsan ko'rib yetyapman, ko'zim yetdi. Shunlashqa men nihoyatda hayajon ilkida hozir. Balkim qarindoshlarimiz hozirmi bu ishlarni davomlashtiryapti, to'xtatgani yo'q. Aslida biz bütün shu faoliyatlarni jo'g'lab ekranga keltirib, xalqimizning diqqatini ekranga keltirish niyatimiz bor. Afsus qarasak, her yerdeki faoliyatlar qarindoshlarimiz yani o'xshamagan shakllarda naq maydon ko'rsatayotgan bo'lg'achqa, onun üstüne sırtı bu qolishqa bir jiddiy ish bilan sharoit bo'lmay qoldi. Shundaqdimi bu hayajonimizni o'rtaqlashish maqsadida bugun bir qimmatlik qarindoshimizni ekranga taklif qildik. U bo'lsa bizniki jangovar jangchilarimizdan biri bo'lgan Bilal İbrahim Türkistanlı qarindoshimiz. Assalamu alaykum, hürmetli Bilal inim. Ekranımıza hoş geldiniz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hoş bulduk Jasorat aka. Allah razı olsun. Bugün sizmi diqqat qildingiz deb o'ylayman. Bugün bir kun bütün diqqatim shu imzo faoliyatida bo'ldi. Ko'rib turibdimizki, nurg'un odamlar bu 100 ming degan bir ham xiyol. Uyg'urniki bundaq ishni vujudga chiqarish mumkin emas. Chunki o'tganda yaqinda ko'rdikki, Avstraliyada bir imzo to'plash faoliyati bo'lganda 10 ming ovozni nihoyatda tasdiqda injiqlab yurib aran, hamma yerda tashviq qilib yurib aran 10 mingga chiqargandik. Bu 100 ming qandaqsimi vujudga chiqsin deb guman qiluvchilar, masxar qiluvchilar, keyinchi kulguchilarmi xili bo'lgan. Mana bugun ko'pimiz boya mantiq tekshirganimda bu son 95 mingdan oshdi. Yani inim ben sizden avval sorğum keladi. Bu işte g'alaba qozondik deb hozirdan boshlab bir tabriklashga tayyorlik qilsak, boldirlik qilgan bo'lamdi, bo'lmamdi sizcha? Hamda hozir biz buni biz şu qarindoshlarimiz bilan bunu bir ayning oldida bizning yoshlarimiz birlashib buni tayyorlik qilib, shuni bir qilamiz degan vaqtim shu boyi siz degandek ahvollar, siz degandek uchurlar, masalan, shunda bir narsani biz topshirib olgan. Bu ham xiyol, bu bo'lmaydi. Balkim rakchiq bo'lib ketsimi shu 40 ming yo 50 mingga borganda to'xtaydi. Degichlar bo'ldi. Biz unga shundami deb qo'ydik, bergan javobimiz shu bo'ldi, ammo bizningki yoshlarimizningki avvalo men ma'voylik tabriklash degan gap chiqib qilishdim. Burun men ma'ni ozroq bir aniqlama qilib, keng jamoatga bir deyitishni to'g'ri topdim. Qolgandan keyin biz buni to'xtatib, bu agar bunda bo'lmaydigan ish qolsa, nima bo'lmaydi, biz safarbarlikni, ya'ni harakatni tig'im kuchaytirib qilaylik deb biz hatto o'zimiz turayotgan masjidlar bo'lsin, boshqa chirkovlar bo'lsin, boshqa shu sohadagi odamlar bo'lsin, tunishlarimiz bo'lsin, buni bizga yordam qilinglar deb bu imzo to'plash kompaniyasining narsasini biz evatdik. Bugun men qarasam shu siz ko'rgandek shu 95 mingdan olqibdi. Tunogin 90 mingga bormagandi. Tunogin kechda qarasam 80 mingdan ishibdi. Bugun men yana Facebookda ko'rsam, bizningki Turkiyadagi barliq Turkiyaning hamma shaharlarida yashayotgan qarindoshlarimiz
bo'pmi yoshlarimiz, qizlarimiz, yigitlarimiz shu top bo'lib shu yo'lda varaqchilarni taqib deb uningki imzo atquchilarniki nasrini shuni qipirib shunda bir kuchab qilyapti. Ham bu bir hamda tabriklashga tegishli bir ish. Ham bu nima deganda bu faqat mening yoki sizning da'voyingiz emas bu. Butun shu Sharq Turkistondagi 35 million xalqningki biz hurligini istash uchun, mustaqilligini, erkinligini nim qilish uchun biz bu da'voni qilayotgan bo'lgandan keyin bu ishni masalan bo'lsa hammamiz yana keng ko'lamda shunday kuch chiqargan bo'lsak, balkim bu necha kunning ichida 100 mingdan eshib, balkim 200 mingga berish mumkin ekan. Hamda shunda o'zimiz kechagi kunduz hamda barliq imkoniyatlarimizdan foydalanib buni qilyapmiz. Ammo men buni siz degan gapingizga asosan buni bir tabriklashga tegishli bir narsa deb qarayman. Chunki bu tabrikni faqat mush ishni qilayotganlar emas. Sharq Turkistonninki birinchi mustaqilligini, hurligini Xitoydan qutulib, Xitoydan ayrim yashashni umid qilgan qarindoshlarimiz uchun buni biz tabriklasak bo'ladi. Hozir bu 95 mingdan oshdi, yana bizning 3-4 kun vaqtimiz bor. Bu 100 mingga yetadi ham 100 mingdan ish bitadi degan bizniki ishonchimiz bor. Unda bo'lgandan keyin bu bir natija biz uchun alhamdulillah. Buni beradigan javobim shu. Bu ishda meniki xo'sh bo'lishim, rost gap qilsam, men har kuni degidek shu songa diqqat qilib qo'yotgan. Chunki dushman qanday masxarlarni jiqqagan. Aramızdan chiqqan dushmanlar asoslari. Bu mumkin emas. Ya'ni rost gap qilsam, ishning beshida men gumon qilgandim. Chunki bu Jackniki bilan Salihninki ilgari keyin bo'lib chiqqandan keyin desek chaqlarda bu Jackniki soni Jacknikiga imzo atganlarning soni Salihnikiga imzo atganligidan birasi ortiqdi. Shu chaqda ma'vo necha vaqtdan yo'shirinib turganlar buning pushqaqlarda inqilobchi qalpoqni kiyib, xalqni aldab shurganlar bir qismi o'ttirga sakrab chiqib o'zini oshkorlagan. Chunki ular ko'z yetgan shu chaqda mumkin emas, bu 100 ming emas. Yetsa Jackning yetidiki, o Salihninki o'zgartirib Sharq Turkiston degan chiroyli ism bilan atag'ini bu mumkin emas deganga ko'z yetkazga ba'zilar nomus qilmay o'zini oshkorladi. Ya'ni o'zining mustaqillikni talab qilmaydiganligi, faqat lagerni taqab Xitoy bilan birga yashashni xohlaydiganligidek mushta ahvollanib qolgan. Ammo bu oxirgi kunlarda men mo angladim. Masalan bizniki shu da'vo ishlarida lider sanalgan qarindoshlarimizdan Seyit Tumturk efendi Uçqashqara chaqiriq chiqargan bo'ldi. Rabia onamiz izchil buningga chaqiriq chiqaryapti. Ham shu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimni anglasam, shu xuddi Istanbulda bo'layotgan faoliyatga o'xshash, shu mahallalarda, ko'ch-ko'chalarda Uyg'urlarni qo'zg'ab, ishning muhimligini ularga tushuntirish orqali buning hamda imzo etish to'rbeti inglizcha o'qishga ba'zi qarindoshlarimiz qiynalgan ahvol borki, inglizcha bilmay. Shularga yordam qilib, yurib, kompaniya qilib, jiddiy harakatga o'tganligini angladik. Turkiyadagi bu misol masalan necha kunlar ko'ryapmiz qarindoshlarimiz kechilarda, hatto uxlamay kechilarda shu kecha ketayotgan qo'shlarga ketayotgan qarindoshlarimizga qolay bo'lsin uchun QR kod orqali bunda skan qilsalar chiqadigan turbat. Shunda qolaylashtirib bir varaqlarni besib chiqarib turk qarindoshlarimizga taqitib qolganligini ko'rdik. Mushu jangovar jafokash qarindoshlarimizga ming martaba rahmat deyman. Mana mush qarindoshlarimizniki jiddiy harakatga kelib safarbarlik qilishi bilan mana necha kunning oldida 30 necha mingda tug'an son bugun shiddat bilan eshib 90 necha ming, 95 mingdan oshdi. Inshaalloh aytib bir bismillah deb o'yganligimizda 100 ming degan sonni ko'rishga Alloh nasib qilsin. Amin, amin. Endi hozirgi shu ahvolda inshaalloh bu son 100 mingdan eshib 150 minglarga boradiganda qiladi. Endi buni nimishqa tabriklaymiz, nimish natija deymiz deganda buninglik bilan endi bir vatan ozod bo'lib ketadi deganlik emas. Oqsaroyga kirib uning natijasi qanday bo'lganini ko'ramiz.
Ammo bayman degandek men bu chet elga chiqib, shu da'vo sepini kuzatib kelayotgan 20 yil bo'libdi. Buningdek keng ko'lamli xalqimiz qo'zg'alib, buningda nimishqa tabriklaymiz deganda, bu Jacknikida ayliqi Xitoy qo'ygan nejis ism bor. Mao inimiz Salih yozganda vatanimizning chiroyli qismi Sharq Turkiston bor. Buning imzo atganlar kisb etallaymizki mustaqilchilar, ya'ni Sharq Turkiston degan nomni qabul qilganlar, ya'ni. Bu nomni qabul qilding degan gap, sen mustaqillikni xohlaysan degan gap. Mushuning o'zila aramizdan chiqqan munofiq ideyasidagi Mao taslimchilarni osmondan yag urdi. Mushuning o'zim cho'ng g'alaba. Bu bir ma'noda aytganda xalqimizning haqiqiy uyg'onganligining isboti. Shu vajidan men xo'sh. Bugun ko'rdimki, Seyit Efendi o'zi beribdi, Istanbulga berib, Turkiyadagi shu millatchi qarindoshlarimizning tashkilotlari bilan birlashib keng ko'lamlik namoyish elib berish orqali namoyish jarayonida naq maydonda imzo o'tkazadi. Shuning uchun men inshaalloh atı ko'zimni yumib ochganda, balki uxlayolmasligim mumkin. Atı bismillah deb qo'pqanda o'rnimdan 100 ming degan sanni ko'rmaydigan ishonchda. Shunga sizga buni bir tabriklasak bo'lamdi deb inim deb so'raganim shu. Endi bu ish haqiqatan men uzun bo'lgan bunda qo'shib bo'paqmig'ili. Bizmi shu? Endi bu ishda sizningki, Solih inimizningki to'pisi nihoyat zo'r. Agar sizlar oshi bir xato iltimos o'tirg'a qo'yilib, uni to'g'rilab vaqtida to'g'risini to'g'riga qo'ymagan bo'lsanglar, balkim o'sha xato ism Oqsaroyga kirib ketgan bo'lsa, ba'zi oqqarni bilmaydigan odamlarimiz yomon ko'p, chunki ingliz tilini bilmaydi ham, ammo Uyg'urlar to'g'riliq bir kompaniya qo'yibdi, imzo etib o'tganlar deslar, hech nima aniq mazmunni o'qimay o'qitganlar ham ko'p. Bu ism o'sha shaklda Oqsaroyga kirib ketgan bo'lsa, oldi bilan bizniki o'sha nejis ismni 100 mingdan ortiq Uyg'urning va boshqa qarindoshlarning o'sha nejis ismni qabul qilganligini isbotlab beradi. Buning bilan Xitoy maqsadiga yetgan bo'ladi. Nihoyat xo'shaldirlar ish bo'ldiki, bu tuzitildi, imzoning mazmuni tuzitilgandiki, mana inshaalloh 100 ming degan o'tkaldan o'tib, bu iltimos Oqsaroyga kirish oldida turibdi. Shunga men nihoyat xo'sh. Bu ishda bayman degandek, men o'zim shaxsiy nomimdan sizlarga cho'nqur rahmatimni aytaman, ukam. Siz va Solih ishqimlar mana shu chet eldagi da'vo sepida nurg'un ishlarni ko'rdik. Asosli hozirga chiqib kelayotgan ishimiz namoyish bo'ldi. Ammo sizlardek 2 oy namoyish qilamiz deb mana 4 oydan eshibdi. Izchil namoyishni to'xtatmay qilayotgan haqiqiy to'kibkarlarni endi ko'ryapmiz. Sizlar haqiqatan bu o'lik holatdagi bir da'vo sepimizda bir o'tqash yaqdinglar. Endi shu jarayonda ko'rib turyapmiz ukam. Yeninglarda bo'lamdiq, orliq shira bo'lib qoldi. Jiq japa chekdinglar. Ham japa chekyapsizlar. Ama qalıplarımız birge inşallah. Muşaqda endi sizmi uningdan burunmi da'vo sepida bo'lib kelgan, mushu faoliyatinglar bir davr bo'lgich, bir o'zgarish hosil qildi deb o'ylayman. Muşaqda his qilganlaringizni bir qisqacha deb beramsiz, chunki ekranda tunji qatam siz bilan bu vaqtda suhbat qilyapmiz. Bo'ladi. Hamda bizningki bu da'voyimiz hamda biz faqat shu 6-oyning 4-i 2018-yili qonun ma'qullash, lagerni bekor qilish yoki bo'lmasa shu Oqsaroyga imzo etishdan iborat bundan boshlanmagan. Biz shu Amerikaga kelgandan tortib hozirgacha alhamdulillah da'vo sepida ham ketib boramiz, har xil usulda qilyapmiz buni. Namoyishlar o'rlashtirsa namoyishga chiqyapmiz, yig'inlar bo'lsa qatnashyapmiz bo'lmasa biz hamda uningki yig'inning mazmuni, o namoyishning mazmuni, undan keyin shuning qarta bo'lyapti-da. Bu da'vo sepiga rasmiy turda kirib qilgandan keyin ham nurg'un jafolar bo'ldi ekan, nurg'un gap so'zlar, nurg'un fitna fasod bu. Biz buning bilan o'zimizni yo'qotib qo'yib yoki to'xtab qolganimiz yo'q.
Bizda bir gap bor, ishqaverdi karvon mingaverdi deb biz faqat shu bu yo'lni to'g'ri deb ko'rganligimiz uchun bu yo'limizdan bo'shashmay ketib boramiz. Hatto ba'zilar shundoq uchiq ashkari deyammismi, gapni bir xil yupitib, yapti gap qilib, bu mustaqillik da'vosi degan narsa bu mumkin bo'lmaydigan narsa. Buni qilman degicha biz avval kichigini qilib turib, uni keyin yo'g'inini qilsak to'g'ri bo'larmikin degandek bir xil xato ideyalarga nihoyatda bir xil odamni qoyil qildigan bir xil usulda bir xil yumshoq gaplarni qilib turib, shundoq qilishga uringanlar bor, lekin buningki gapninki degan mohiyatini tushunganligimiz uchun buning bir xil zaharlik bir o'q ekanligini bilganligimiz uchun biz boshdan oxir bunga qarshi turib kelgan. Hamda bu da'vo safida biz faqat bir tashkilotning, yana bir hukumatning, yana bir organning adimi biz, shunga biz faqat shu organlar bilan ish qilamiz degan niyatimiz yo'q. Bir shaxs hech qanday bir tashkilotga a'zo emas, hech qanday bir hukumat organiga a'zo emas, bir shaxs mustaqillik da'vosini qilib, Sharq Turkistonning da'vosi faqat mustaqillikdan boshqa istamaydi degan bir shaxs bo'lsa, biz shuning bilan ish birligi yapamiz, shuning bilan ish qilamiz. Bu hech bir zaman masalan buning odami ko'pgan yoki bo'lsa buningki bir media sohasida, buningdan keyin bir Amerikada yoki nimada buning hech qanday bir nupuz yo'qkan, bu avtonomchilarning yana birimchilarningki nupuz bor, shu biz ashunda odamlar unda olmaydi bu da'voning ishi. Kim haqning yo'lda turdi ekan, kim haqni chang turdi ekan, biz shuni qishida davomli. Agar u haqni tanidi ekan yoki u boshqacha bir ideyalarni sinib akirmagan ekan, biz darhol uni qabul qilmaymiz, unga raddiya qaytamiz, inkos beramiz. Bizning tutgan yo'limiz bu. Undan keyin bu Salih indimiz bilan shu namoyishni boshlab hozirgacha masalan 4 oy bo'ldi. 10-oyning 4 oy bo'lgan, 4 oyni oshdi. 120 kun bo'ldi-da. Bu jarayonda masalan nurg'un bisimlar oldi bizga. Nurg'un burunmi bo'layotgan hamda biz uni ayron qilmadik. Nurg'un yaxshi bo'lmagan gap so'zlar, tuhmatlar, qarchaplashlar, hatto turmalarga akirib qo'lladi masalan. Shunday ahvollar mavjud, ham buni aniq ko'ryapti xalq hammasi. Ya'ni shuning bilan yana bizga qilingan tuhmatlar, hatto bevosita bizga qilinmasimi, shunday bir xil yo'llar bilan odamlarni ish qilib turib, bosh kontrolini qilayotgan aktyorlar o'zining qo'l ostidagi beqilayotgan kuchlarni ish qilib turib, bizning o'sha harakatimizni hozirgacha to'sab ketyapti. To'xtab qolgani yo'q dushman. Ammo bizmi to'xtamaymiz bu yo'ldan. Har xil imkoniyatlarimiz yarab berishicha bizmi buni qilamiz. Xalqqa anglitimiz, dunyoga anglitimiz, qilamiz. Sharq Turkistonning mustaqillikdan iborat bu milliy mujodilasidan biz voz kechmaymiz. Ammo hamda bu da'vo sifatida kirgandan keyin jasorat akamda badal to'lash bo'ldi. Bir ish hech qanday bir ish badalsiz bo'lmaydi. Ammo shunday jafolar bor. Allohdan so'rayapmiz, ey Alloh, har bir namozimizni duo qilib, mushu jafolarni, mushu kulfatlarni bizning ko'zimizga bir ko'rsatmang. Xuddi biz shundan bir huzur his qildik, shunday bir holatda bizga shunday bir xil nimani berganda biz duo qilyapmiz Allohdan. Hamda mushu ishqa mushtondan keyinla qo'shib bir ishni berib olsam. Asli dastlab bu sizlarning namoyishni boshlaganda biz shu 2 oylik namoyish deb anglagan to'q. Hozirgacha davom qilgan 4 oydan oshdi. Buningga asosliq sizcha nima sabab bo'ldi? Nima o'yladinglar? Buni başta biz faqat bu 2 oylik namoyish deb buni chaqirmagan. Bu masalan bizning so'rag'anlim bo'ldi. Hatto buni azroq bir ochiqlashga to'g'ri keldi. Jasorat aka, qanday desangiz? Masalan, ba'zilar shu vaqtda namoyishni boshlashdan burun, boshlagandan keyin, boshlashdan burun bo'lsin, boshlagandan keyin bo'lsin, menga telefon qilib, mendan so'rag'anlar bo'ldi, ham Solihdan, ham boshqalardan qilgan bo'ldi. Mushning bilan qonun ma'qullanib ketamdi, mushning bilan lagerlar taqilib ketamdi. Bu faqat namoyishinglar shu 2 oy bilan cheklanib qolamdi yoki bo'lmasa faqat shu 2 oydan keyin butun vatanning ishi talto'kis olib ketamdi.
ras qonun chiqamdi, ras lagerlarga bo'lib ketamiz deganda biz faqat bularga naytdi chiroyliqcha bir oddiy javob berdik. Bu bir hamda milliy mujodilagi bir yo'l hamda. Burun qilib boqmaganlarning hamda hamma odam boshqa bir yo'llar bilan men qilib ekan, biz shu bir yo'l bo'lib qolarmikin deb shuni qilyapmiz. İnşallah busun davatimiz. Ama shu 2 oylik namoyish bilan bu bo'lib ketdi deb biz buningga garanti yana shuna bo'lib ketdi deyamaymiz. Bu hammasi Allohning ilkidagi ish. Biz faqat banda bo'lganligimiz uchun, musulmon bo'lganligimiz uchun, Allohga ishonganligimiz uchun biz sabab qilyapmiz. Har qanday bir narsani qilish uchun biz sabab bo'ladi. Bu namoyish balkim 2 oydan ishib ketishi mumkin, 2 oydan uzunroq so'zilishi mumkin dedik. Ammo hozir mana 2 oydan yutib 5-yiga qadam besyapti. Yasart aka buni hammamiz ko'ryapti, sizmi ko'rdingiz, butun xalq ko'ryapti. Bu hamda ularga bergan javobimiz shunday bo'ldi, keyin bularga dedik, buning bilan qonun ma'qullanib ketdi deb deyamaymiz, ammo ma'qullanib qolishi mumkin. Chunki biz to'xtab qolmasak, harakat qilib tursak, minib tursak, mushni da'voyimizdan, mustaqillik da'voyimizdan yinib olmasak, palapatish bir insonlarning kayniga kirib, shularning degan bo'yicha mangmaylar, biz faqat mushunda ching tursak, biz zamana g'alaba qilamiz, bu bo'ladi. Biz shunda umid yashayapmiz, biz shunda umidda harakat qilyapmiz, biz shunda umidda bu milliy mujodilamizni qilyapmiz. Bu qalam bilan, gipovalarning so'zi bilan, siyosatchilar bilan hamma nimada bo'ladi bu. Shunga bizning sizlarga bergan javobimiz shu deb men odatdan boshqalarga xalq ammasiga shunda tushundirdim buni. Lekin mush ish bo'lgandan keyin o'zingiz ko'rdingiz, nurg'un ko'rinarlik bir natijalar bo'ldi hamda vatan ozod bo'lib, bayroqlarimizni tiklab, Xitoy askarlarini achikitib, xalqini achikitib bu ish bo'lmagan bilan hamda butun dunyoda burun bo'lib boqmagan ba'zi bir Sharq Turkistonliklarningki, ya'ni Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'ur millati va boshqa turkiy millatdosh qarindoshlarimizningki ovozi bunun burunga qaraganda bir qadar yaxshi anglandi. Undan keyin butun dunyo bo'lmuş Amerika siyosatining markazi bo'lgan o'rin Uyg'urlarga, ya'ni Sharq Turkistonliklarga, Sharq Turkiston vaziyatiga bir qadar jiddiy qaradi hamda buningga. Jiddiy qaradi hamda bu 3-4 million odamni lagerga solib olsa, bundan qilsa bu nim bo'lmagan, buning bir jiddiy bir tadbir qo'llanadi deb hozirgacha mustaqillik muzokaralar bo'lyapti, yig'inlar ichiladi, kongressda bir nimalar yezilyapti u bu. Degandek ham nurg'un ishlar bor. Boshqa hamda shaxsiy jurnalistlar bu to'g'riliqni birimi yozdi. Men ko'rishdim. Qo'limizdan kelishicha qilyapmiz ham, qarindoshlarimizni qilyapti. Nurg'un mustaqil qarindoshlarimiz. Ammo buning bilan cho'qim mustaqil bo'lib ketdi yoki bo'lmasa shunday bilan bo'lib chiqib ketdi deb biz unda bir gapni qilganimiz yo'q. Ammo shunda busdi, shunda bo'lib qolsa yaxshi bo'ladi. Xalqimiz bir kun bo'lsin bir Xitoyning zulmidan qutulganimiz yaxshi bo'ladi. Biz bir kun burun Xitoyning zulmidan qutulib bir hur yashagan bo'lsak, vatanimizda kessak, bizim bu yana besib yatmasak yaxshi bo'ladi degan umidda biz qilyapmiz bu harakatni. Ammo bunun nurg'un to'sqinliklar, buzg'unchiliklar, keynimizda bizning putimizga kak urdigan, palcha yapadigan ahvollar bo'ldi masalan. Bu hamda bizningki mushu yoshlarningki hamda bo'shashmay mushunda mallar emas, boshqa qarindoshlarimiz Amerikadagi mayli yozib ekronni ko'rinmagan bilan ular nurg'un xizmat qilyapti, keynimiz turib mani qilib beraylik, mani yozib beraylik, planligini qilaylik. Biz unutib qolganni bizga aslatib, mana nuqtalar chiqib qopti, mani qilaylik u deb qilgandan keyin biz buni to'g'ri ko'rib, 4-5 kalla bir yerga kelib, undan keyin qilayotgan narsa hozirgacha biz shuni qilyapmiz. Masalan, necha kun oldida, 2 kun oldida juma kuni bizning mush masjiddami, masalan, uni taqatdik. Yozgan narsani arabcha, turkcha, inglizcha, urdu tilida ayollarimiz baldırını ko'tarib kelib qildi. Men taqatdim, umi qildi, chunki bir xizmat qilgach taqatdik uni qo'limizdan ketish. Boshqa yo'larga bodi nurg'un masjidlarga chechildi vallah. Qildi. Nima deganda, mush vatan davosida biz mush to'g'ri bir yo'nalishda bo'lsak, mustaqillik davosidan iborat bu narsadan biz voz kechmasak, shunda insonlarning sab, ya'ni qalbi go'zal, vatan davosida rostchil, mustaqilchi faqat vatan millatninki, xalqninki hurligini istaydigan, xohlaydigan Xitoy bilan
Birga yaşamaymiz degan shularga ovoz qo'shadigan avangard o'rindagi qarindoshlarimizni, qiz yigitlarimizni biz atrofimizga to'play olsak, mayli u biz uni burun ko'rgan bo'laylik, ko'rmagan bo'laylik, biz hamda shu vatanning egalari bo'lgandan keyin shu qarindoshlar bilan biz fikr maslakdoshlar bo'la olsak, bu ish bo'ladi ekan, qig'ili bo'ldi ekan, ham qig'ili bo'ladi ekan buni. Qig'ili bo'ladi. To'g'ri. Sizlarni dastlab chiqqanda shundoq voy bu kichikka adaqa ozdek ko'rinib, bularni qilalaydi, yangi chiqqan yosh so'ymolarga uni buni deyishgandi. Mana ishqanlar izchil necha oy izchil davomliq o'zinglarning amaliy harakatinglar orqali vatan da'vosi qilib, dunyo miqyosida shu da'vo sepida cho'ng o'zgarishlarni barliqqa keltirdinglar. Hozir mana sizlarni qo'llaydigan nurg'un Uyg'ur bor. Necha yuz ming, hatto milliondan ortiq Uyg'ur bor sizlarni qo'llaydi. Shunlashqami, garchi Oqsaroyning oldiga chiqqan yoki parlament binosining oldiga chiqqan qarindoshlarimizning soni o qadar ko'p ko'rinmagan bo'lsa-mu, u ya dunyoning markazi, demokratiyaning markazi, siyosatning markazi bo'lg'achqa, kunda aşağıda bizning ko'k bayrog'imizning lapildab turg'unning o'zimi Oqsaroyga tabiiyki ta'sir bo'ladi. Mayli bir odam tursin, mayli 10 odam tursin, ba'zida chiqib videolarga oladiki, ularmi tabiiyki diqqat qildi bu ishga. Ham bizningki dunyoning ham yerga qarindoshlarimiz u yerda bu yerga kelib qo'lladi. Rabiyanimizning gaplaridan qaraganda necha ming odamga yetibdi shu umumiy kelgan odamlarning soni. Bu oson gap emas yani. Endi natija desak, natijasini ko'ryapmiz. Hammasi sada Amerikadan kelyapti oldi bilan. Magnitskiy qonunini to'g'riliq, chin degan Xitoyni jazolash to'g'riliq, bir Trumpningki bir qaror ma'qullaydigan to'g'riliq gaplar chiqdi. Andan keyin o parlament a'zolari Marco Rubio'ga o'xshashlar qizg'in ko'ngil bo'lib bu ishga parlamentda guvohlik berish faoliyatlar uyushtirdi. Ham o'zlari boshqarib parlamentning ichida imzo atqizgan boshqa parlament a'zolariga, senatorlarga imzo atqizgan ahvollar bo'ldi. Mushlarning hammasi sizlarga o'xshash qarindoshlarimizniki medirab turganligining natijasi. Sizlar shaklbozlik qilib, ayaga o'rib rasmga tushib qo'yib, bayaga o'rib ishqi shuvar to'la qo'yib yo'qolib ketgan bo'lsalar, bir kun o 4 oy, 5 oy o nimaga chiqmoq eg'izdi demak oson. Ammo kunduzgida ko'rib turyapmiz. Shu tomuz issiqda, qattiq bo'ronda, qattiq yomg'irda hech bir chekinib qolmadinglar. Sizlarning shu ruhinglar bilsanglar, necha yuz minglagan, hatto millionlagan Uyg'urni ruhlandirdi, jonlandirdi. Qaytadan tirildirdi. Shunlashqa mana bugünkidek imzoda 100 mingdan oshiralaydigan inshaalloh bir natija qo'lga kelish oldida turdi. Shunga bu ish shaxsan mening nimamda mushu sizlarniki, Salih ishqinlarniki bosh bo'lib qilgan faoliyatinglarniki, Rabiya onamizniki 70 yoshidan oshgan bir mo'mayniki yaninglarda kunduzgidek turib berib, xalqimizga chaqiriq chiqarishi, dunyoning u yer bu yerdan qarindoshlarimizdan kelib sizlarning yaninglarda turib bayonotlarni berishi, chaqiriq chiqarishi, mana mushlarning natijasida boshqa davlatlardan bu o't tutashdi, yoshlar va boshqalar qo'zg'alib, hamma davlatlarda butunlay qo'zg'alib ketgachga mana natijalar kelyapti. Buningga sizlarning rolinglarga hargiz sal qarashga bo'lmaydi. Endi bu yerda bir savol so'rag'im keldi. Shu Uyg'urning orasida sap inson bo'lmoq, rostchil bo'lmoq, amaliy ish qilmoq oson emasga. Asalih inimizniki aşağıda ikki qatim soqchilar tarafidan tutilib ketganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Ya'ni bizning ushta bir o'g'lonimiz millat uchun, xalq uchun o'zini atgan bir o'g'lonimizni Xitoyning qo'li va oramizdagi munofiqlarning cheqishtirishlari natijasida ikki qatim qo'lga olgan bo'ldi. Ammo uni bir turmuga solg'ini yo'q. Bugun mana jazo o'tayotibdi. Rasmlarni ko'rdik.
ijtimoiy emgak degandek bir ishlarga selish orqali jazolab o'tibdi. Ama yerda bir telefon qilib qoldi. Endi bu inimizning beshiga kelgan kunlarni o'zining og'zidan angladi, buning qilgan dushmanliklar, shu ishning beshidagi parlamentga Amerikaniki senatorlarga kirib, bular mustaqilchilar, bular radikallar, bular yo'l qo'ysanglar Xitoy bilan Amerikaning munosabatiga ta'sir yetkazdi deb cheqishdan tortib, sizlarga bevosita tahdid qiladigan, hujum qiladigan, hatto bir razil vositani qo'llanib qo'lga og'iz o'tadigan ishlar yuz berdi. Bu yerda sizning beshingizga bir ishlar keldi deb o'ylayman. Bu vaqtda deb turganlaringiz bormi? Nihoyatda bir yaxshi savol bo'ldi. Buni bir keng doirada hamda ozroq gap uzraydi. Shu ekranda ko'rayotgan qarindoshlarimizninki hamda buni bir anglab qilishni men to'g'ri topdim. Bir nihoyat yaxshi bir savol bo'ldi bu. Mushu siz hozir mush ekranda deyotgan, menga savol qilib qo'ygan mush ahvollarning hammasi mavjud. Bu yolg'on emas. Masalan, men Bilal Ibrahim Turkistoniga bular bevosita telefon qilib, butun dunyodagi kuchlarni, mushuklarni ish qilib qilolmagan bo'lsam, ama Astrid'in bununla oyun oynab qilayotgan ishlari bor. Masalan, shu 6-oyning 4-i shu namoyish boshlanishdan burun, bular bir kun burun kirib, bir necha kun burun kirib, shu kongressga, parlament binosiga kirib, bular shuna debdiki, bular degan oshqunchi, dinchi, radikalchi, oqchi, ko'kchi, do'mboqchi, bularning kim shunda qurolliq nima qilg'isi bor. Bular mustaqilchi, bunda davası bo'lmaydi, buni to'xtinglar. Bularni to'xtatmasanglar, bular sarang. Shunday saranglar, shunday ishni buzmasa, undan bo'lamdi. Unda olgandan keyin sizlar buni qiling degandan keyin Amerikada siz Amerikalikningki bir xususiyati, siz qanday gap qilsangiz ishindi bular. Rost so'zlayotdi, chunki bular o'zi rost gap qilgandan keyin boshqalar qarshi rost gap qildi deydi. Ammo yolg'onligini bilib qolgandan keyin u vaqtda sizni boshqacha sikroq joylaydi bular. Shunday olgandan keyin bular keyin bizni so'rgan bo'ldi. So'rganki, ya unda emas, mana bizning 3-4 million odamimizni akirib bunda qilyotdi, oyada bizning ayollarimizga boshqanchilik qilyotdi, onalarimizga nomusga tegyotdi va qizlarimizni, ochlarimizni, singillarimizni shunday depsanni qilyotdi. Aninki qilgan depsanchilikning ichida Xitoy haromdan bo'lganlarninki bolalari bizning ayollarimizni qo'shig'ida homil bo'lib qilyotdi, shunday bir paskashlik, chiplashlik mavjud, vatanni bisbilan ber. Ma xalqni bunda bir rejim ostida kontrol qiling ber, uningki o'ltiring ber. Bunda ishli bor. Ma xalqni yo'q qo'ydiman deyapti dunyoda. Biz shuning da'vosini qilyapmiz. Bu mustaqillik da'vosi qilish bu xato emas, chunki bu bizning vatanimiz. Buni anglatgandan keyin Amerikalikmi buni anglaydiki, anglamaydi, mustaqilchilik da'vosi anglamaydi deb aldab yuribdiki, unda ish yo'qki. Buni anglaydi bular. Uningki unda ishlar qilinglar deb bizga imkoniyatlarni yaratib berdi. Shunchalik darajada ishplaslikni qildiki, hatto ashaga kirib kongresslarga chiqibdi. Uyg'ur tillik munofiqlar, ya'ni nijislar. Ashaga kirib, unda qiladi. Voy, sen uni chaqsangmi, nima qilsang, bu haqiqat, gerçek shu vatanda bo'layotgan ahvol. Biz shuning sohiblari, shuning avlodi, shuning egilari biz to'g'ri bir narsani tashviq qilib, to'g'ri narsani qilamiz desak, sening naringin bo'lib ketdi. Chunki bularga shu Xitoydan shu Amerikadagi shunday bir mustaqillikni da'vo qilmaydigan bir organizatsiyalar bor, shunday tashkilotlar bor. Xitoyningki Xitoy bilan ayrilmayman deb mayaga imzo qo'ysang, sana beramiz deb. NED, yana bir nima NED degan o'xshash organizatsiyalar shu vatanning mustaqilligini har qanday faqat Uyg'urlar emasmi? Bütün başqa davlatdagi millatlarning ichida mana shunday inson haqlari depsandigan o'rinlarga millatlarga beradigan o'rin bu. Pulni. Shulardan oldigan pulni olmaymiz. Ammo obdan yashamaymiz. Haramdan keladigan pullarni olmaymiz deb turib qotgan ishi bu. Biz onunla bizning ishimiz bo'lmadi, ammo bizmi buningki qonunlik yo'llar bilan, qonunlik usullar bilan buning tadbirini ilib, bu gerçekni, ya'ni haqiqatni o'tirib qo'yib ko'rsatgandan keyin ular bizga Amerika hukumatı sharoit hozirlab berdi. Bo'pti, qilmaydi. Qanchalik anglata olsang, salla to'g'ri anglata olsang, da'voyingni
Biz o vaqtda sana yordam qilamiz. Ammo sen qanchalik anglata olaysan? Degandan keyin unda bo'lsa bizga sharoitni hozirlab bergan bo'lsang, biz anglatamiz sana. Ham anglatyapmiz. Qilamiz bu ishimizni deb biz qilgan. Undan keyin Arliqda Salih inimizni ikki qatim qo'lga oldi. Ikki qatim qo'lga olgan maydonda men bor. Birinchi qatimlik bo'lsin, ikkinchi qatimlik bo'lsin. Bular o'yildiki xiyolda biz mushu hamda yoshlarga shundaq boshlab menayotgan mush ikki sarangni yo'q qilsak, birisini shu tutqizib hamda o soltib yana birisini chegaradan qo'g'lab chiqarsak, yani chegaradan qo'g'lab chiqaramiz degani mana men. Bular kompaniya to'plab o'tibdimish hozirgacha. Mush Bilal Ibrohim Turkistonning Amerika chegarasidan qo'g'lab chiqarsak, nima qila oladi bu aramizda? Buning biz bevosita bir kuchiltamagandan keyin hozir buningga telefon qilolmaymiz yoki muslim hech qanday bir hamda shu Amerikaning qo'li bilan buni bir ashunda bir to'kmatlarni chaplab chiqarsak, undan keyin tugaydi. Buni qildik Alloh. Qog'ini mangmaydi, qog'i adamimiz bunda bir majinimiz bor. Tizq kirgizib olamiz, undan keyin bizning gapimizni anglaydi. Biz burun qanday qilib kelgansak shunda kontrol qilamiz deb o'ylab qoldik. Ey munofiqlar, nejislar, anglab qo'yish. Bütün ekranni ko'rayotgan suyumlik Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarım vatanning mustaqilligini aniq umid qildik Alloh. Gapni aniq anglanglar mening gapimni. Bilal Ibrohim Turkistoni mening nomimdan Amerikada siyosat markazi bo'lgan o'rindagi miyadagi sisiqlar xat yozib kompaniya to'plab meni chiqarmoqchi bo'libdimish. Menmi buning qonunlik yo'llarini, usullaridan foydalanib, menmi FBI'ga, Amerikaning istixborot organlariga, advokatlarga, lawyerlarga, human rights'ga, immigration, qonunlik, hukumat xodimlari o'rinlariga hammasiga men xat yozib yo'llab qo'ydim. Unda ahvol bor. Bular xiyolda o'ylab qoldi, biz mushlarni yo'q qilsak, bularni bir amal qilib o'ldirib yoki har xil usullar bilan yo'q qilsak, bu da'voni qilmaydi, qildiq odam chiqmaydi. Sen xato o'ylabsan. Sen Salihni yo'q qilib o'taysan. Bilal Ibrohim Turkistonning yo'q qilib o'taysan. Ammo Salih bilan Bilal Ibrohim Turkistonning keyin turayotgan necha million bizningki mush yo'limizda mangamiz. Bulardan bekrak ashurib qilamiz deyotgan bizning qarindoshlarimizni yo'qdanmaysan. Sening butkul abdi basharingni xalq bildi, tundi, bilib yetdi. Sening munofiq, agar seningki yurgingda, qalbingda agar azroq bir vatan sevgisi, vatanga bo'lgan azroq bir muhabbat bo'lgan bo'lsa, sen men munofiqlik qilmayding. Sen bizning kongressga kirib chaqmayding, 4 oyning oldida. Xat yozmayding bizni qo'lga og'izmayding. Bizning nomimizda yolg'on isbot to'plab, to'kmat to'plab bizni Amerika chegarasidan qo'g'lab chiqarma degan ishlarni qilmayding. Numus qilmasdan sen nurg'un ishlarni qilding. Hatto Ramazonda odamlarni ish qilib, bekorlik aroqlarni epirib, ish kuzib, bizdek bir halol nikohdan, haloldan bo'lgan insonlarni haromdan bo'lgan chiqib tillatding. Biz sana hech qanday inkos qaytarmadik. Chunki sen o'zing shu haromdan bo'lgan bo'lg'achqa, o'zing ashunda bir nejis bo'lg'achqa, nejisligingni, ayvonligingni, gerçekni sen isbotlab o'tirib qo'yib berding. Mana men shu, men biluvdingmi meni? Bu bizga kelayotgan tahdid mushu usulda kelyapti. Jasorat aka. Bevosita, masalan, Salihni shunda qo'lga olammasmi bular? Shunda bir usullar bilan bir o'yin o'ynab qildi haqiqatan. Ammo menga unda qilamizmi? Ham qilolmaydi. Anda qilib yo'qtimiz degan tahdidlar bor. Menga telefon qilib deyolmaydi, u qilolmaydi. Ammo bir uyda o'tirib ashuna to'planib qiladi bular. Buni bilamiz buni. Ularning burunni yoq qilayotgan 20-30 yilni yoq o'ynayotgan shu. Bizga ham shu da'vo sipida, da'vo ishlarimizda habibmi Salih bilan ishimizga kelgan eg'irchiliklar, kulpat, bismlar shuna kelyapti hamda. Bu Amerikada boshlandi. Bu namoyish, yana shu Amerikadagi bir qism sesiq, nejis, munofiq sifat, fosiq, rezil, rasvo insonlarimiz tarafidan shunda bir kulpatlarga biz duchor bo'ldik. Buni xalqimiz bilganlari bildi, bilmaganlari buning hech qanday bir inkosmi qaytarmadi bilmaganligi uchun. Bilganlar buning inkos qaytardi, ammo bevositamda ekranga chiqib demagan bo'lsa-mu,
bizga xat yozdi, xat keldi. Sabr qilinglar. Buni cho'qim vaqti kelganda bizning xalqimiz bu gerçek haqiqat o'tirg'i chiqadi. Anlatadigan bir fursat bo'ladi. Anglaydigan bir odam chiqadi. Anglaydigan bir o'rinlar sizlar to'g'riliq so'zlaydi. Bundan o'tib ketmaydi. Qarindoshlarimiz deb bizga eslashlik qilgan bo'ldi. Bugun hamda mana bu bir suhbat programmasi o'rnashtirilgani uchun men imzo kompaniyasi konusunda, ya'ni shu temasida. Biz hamda mush kelgan so'ralgan savollarga biz shunda uchuq ham javob bermasak bo'lmaydi buni hamda. Bizga kelayotgan bisimlarga bizga bisim kelmadi, bizni tutqazmadi, oqqimadi, yo'qmadi, biz yolg'on gapirsak bo'lmaydi bu yerda. Qanday kunni ko'rgan bo'lsak, qanday bisim bo'lgan bo'lsak, qanday bir ahvollarga duchor bo'lgan bo'lsak, biz shuni deymiz hamda. Bu degan bu sosyal media hamda shunda xalq bilan, bizning o'zimizdan xalq bilan o'zimizning uyg'ur tilida so'zlayotgan bo'lgandan keyin paylaşımız deb buni o'tirg'a chiqqan bo'lgandan keyin buni deymiz hamda. Bizga kelayotgan rezil ishlar bu. Jasorat aka hamda. Men shuncha so'zlayamda. Bu savolga javobim shuncha bo'lsa ham boshqa bir savollar bo'lsa unga bir javob berib qolgan bir tavsiyani qistiramiz inshaalloh. Endi bu mushu ahvol xalqimiz toza ko'ngil bo'lib ketolmayotdi, ya'ni oramizdagi mushu yoshurun dushmanlik. Bu menimcha bu oramizdagi munofiqlarning ishi emas, Xitoyning qo'li bilan bo'layotgan ishlar bu. Bu ishni oramizdagi munofiqlar orqali qiladi. Masalan, oddiysi burun mayli birsi telefon qilib qopti, men telefon qilib qo'yay. E'lon. Assalomu alaykum. Necha o'rda uzilib qoldi. Men bu necha qatam shu programmalardan tilga oldim. Shu Amerikada aslida bir kuch bor ekan. Ya'ni bizniki haqiqiy ish qiladigan odam birimizga dushmanlik qilgan. Bir misol bersam, telefon urdi. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Programmamız işe bir saramsan bulandı. Ha, bo'ldi. Qani gap qiling. Kechiring, programmani izletdim, o'ttirdim. Ha. Azroq gap qo'yayotgandim. Ovozimni qo'ymasangiz bo'ladi. Qo'yatim, gap qiling. Assalomu alaykum, qarindoshlar. Bugun men programmani ko'rib aytib qo'sh bo'ldim. Oldinda men Bilal Fuqamga rahmat, shu programmamizni qatnashish qilganiz uchun. Bularninki qilayotgan jafolarni biz ko'rib turibmiz hali. Salih Fuqamiz bilan Bilal Fuqamiz ko'p jafolarni chekdi. Gerçi biz Amerikada ularga destek bulamazsakmı, shu qilayotgan jafoliq ishlarda biz xalq minnatdor. Bilaman bu jafoliq xizmatlarda ba'zi munofiqlar dastidan ko'p avorchiliklar uchradi. Men shuni demoqchi, xalq hozir uyg'ondi. Nimadan qanday qilayotganini, kimdan qanday yo'llardan qanday o'yinlar o'ynayotganligini hammasini biladi. Aqli bor inson hammasini hozir ko'rib yetdi. Shuning uchun bu munofiqlar bu Bilal Fuqamizga yoki Salih Xudoyevimizga mayli og'zini qanchalik ishlarni, qanchalik dibilarni o'yinlarni o'ynasin, bularga agar bir ish bo'lib qolsa, mayli bu Salih Fuqamiz bo'lsin, mayli Bilal Fuqamiz bo'lsin, mayli Zumrat xonim bo'lsin, yoki Jasorat apamiz sizga bo'lsin, og'zimizda xalq bor. Sizlarga bir ish bo'lib qolsa, xalq bor. Bu yer nurg'un odamlar bor, biz nima ish qilamiz, biz xalq. Biz jim yurganimiz bilan bizdan bir yerda qilayotgan mas'uliyatimiz bor bizdan. O munofiqlar herkes o'zlarini sizlarning bo'libmi, bu yolg'iz o'ylabman usul. Biz endi bu o'yinlarga endi o'tirib uxlab o'tiradigan millat endi burun o'tmuş ketdi. Bizdan qaraganda bak dört javoblab qolgan o'xshaydi. Chetlarga chiqqanlarning hammasi dört emas. Aqlliqlari bor bu yerda, o'qig'anlari bor. Shuning uchun mening deydiganim, herkes bo'shashmanglar. Aqllarda sizlarni qo'llayotgan xalqimiz bor. Jasorat efendi, sizning bu programmangizni mendan emas, nurg'un xalq endi nurg'un shu Yevropa bo'lsin, dunyodagi nurg'un odamlar yaxshi ko'radi. Sizning programmangizni yaxshi ko'rmaydiganlar faqatlar munofiqlar. Chunki siz shu munofiqlarningki qilayotgan shu pastkashliklarni siz programmangizda qo'rqmas ro'yingiz bilan ichib tashladingiz.
Ama sizden şunu ödünümen, bunun için herkes boş ama meyli programımız kançılık sizin isim kelsin, biz var. Siz özünüz ne ve özünüz ne mi şu ailemizni qo'llaydigan, qonunni qo'llaydigan yo'llarni o'rgansiniz bo'ladi. Endi bilaman siz cho'qim yo'llarni keliməsinin üstünden qolib kelalaysiz. Ama bizmi bas sizni qo'llab turadigan va sizni aqlingizda har vaqt sizniki nima bo'lyapti deb ishlatib biz cho'qim bu yerda qarab turmaymiz. Shuning uchun mayli sizga qanchalik takliflar kelib kelsin, biz sizning tarafimizdan sizni qo'llaymiz. Va shundaqla sizning programmangizda har vaqt ko'rib turishga ihtiyacımız var. Çünkü başkalarının programısında başkalarının yamadaklarına kulağımız pek toyup gitti bizdenki. Bizden de hakikatini görüşke, hakikatini anlaşka, muhtaç. Kalıp şunların bazı uygansın. Siz çünkü korkmaz ruhunuz bilen bunu iç görüyorsunuz. Başkalarının programı okşar, başkalarında yumulak tavuzda ya da meydan yok da andak programlarına bizdenki ihtiyacımız yok. Şunu da koymak için şunun hemenlarına rahmet bugünkü şu sizlerle keyiflenmelerini katabızı verdim bu ya oturduğum sözden çıktım. Rahmet. Ya çok rahmet kardeşim. Rahmet sizge. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Anladınız mı da bu 44 Allah razı olsun bu ailemizden. Bu 44 bilen Angliya okşaydı. Angliya tarafta urgan okşaydı kardeşimiz. Keynimizde mana şunda qarindoshlarimiz bor, Bilal ukam. Biz tenha emas, yalğız emas. Elhamdülillah. Mana şu teşviqatning o'zini ap etsak, ekranlar echilib ketdi-yu, ama şu mamjıq deb ketgan şu vatandalik yasalma axborotni to'liq ko'rib, o'p ketib yenib chiqqandiq, yasalma axborotning aynısını ko'tarib chiqibdi şeyga. Hamda bu hakikaten erkin dünyada yaşap turib, ba'zilarniki qiniga urib etilgan o'xshaydi, qulluqning o'kuli. Menga o'zgarmaydi yani. Nerede bir parça so'mak vardı, bu yeydigan, yalaydigan, jundi vardı deb ashundaq jurdigan umurtqisi yo'q odamlar jiqkan. Mana bu fikam sizga kelibdi, siz Amerikadan qo'g'lab chiqarma deydi. Debdi, meni o'tirutman deganlar chiqdi. Mening tishimni hammani yulib elib, tozalab yana o'rniga solib qo'yadigan tish doktorlari chiqdi. Yana nima deydi Xudoyim? Meni men yashayotgan akib olma, yenimga akib olma deydigan ajoyib odamning kulgusini keltiradigan bir tahdidlar keldi. Men o tahdidlarga o'tganda o'zim yolg'iz chiqib so'zlaganda aniq javob berdim. Ekranda aniq javob berdim. Shu tahdid qilgan, shu munofiq, sapasiz atalmış şu bir teşkilatniki munofiqlarga men javobimni aniq berdim. Bu qandaqdir bir popoza bir nima emas. Jenidan to'ygan bo'lsa yenimga kelsin. Meni deydiganim yana shu. Baya siz mu fikam bana gapni deb qaldingiz, men bir turib anglab ko'nglim yerim bo'ldi. Endi siz hech bir ishni xato qilganingiz yo'q. Vatan millat uchun jon ko'ydirib, hamma ishingizni qo'yib qo'yib turib, barliqingizni atayotgan bir odamni yana kampaniya qilib, kampaniya ovoz to'plab, Amerikadan qo'g'lab chiqarishga tirishayotganini angladim. Bu şum eg'iz bu xumparlarning qo'ldan bir ish kamamdonsiz keldi-ki. Hozirgacha masalan şu Seyit Efendi, Seyit Tumturk Efendi men hurmatlaydigan muhim bir milliy da'vo sepetidagi liderlarning birisi. Mush adamniki Amerikaga kirishini cheklayapti masalan. Bilemiz onu, bilemiz. Bu Amerikaliklarning qilgan ishi emasmish, oramizdagi munofiqlarning qilgan ishi. Ya'ni chekimchilik qilib qilgan ishi. Mening anglashimda bundaq oldi to'salganlar yolg'iz Seyit Tumturk Efendi emasga. Yana bir qancha mushlar jigarlik vatansuvar qarindoshimiz borki, ularnikini mo shu CIA'ga, yana FBI bir yerga chekib yurib, terrorist bular. Onu bunu deb yurib, Amerikaga kiramas qo'yibdi. Shunga ma ishda hamda fikam ko'nglimiz sezgan o'xshaydi bu ishni kompaniya to'plab o'tibdi deb anladım dediniz. Eğer bilsiniz bu işni aniq, menimcha bununla uçuq aşkara xalqni qo'zg'ab turib qarshi turganimiz, ya'ni shu ishni agar
Endi belki bundaqlarni ayet ilgari bo'ldi, aldirab o'zini oshkorlamaydi. Sizmi aniq bir ismini bilishingiz natayin, ammo mushtaq bir ishning bo'layotganligini ko'nglingiz sezgan bo'lishi mumkin. Ammo xalqimizni qo'zg'asak, mushtaq munofiqlarni qo'llab chiqish ehtimoli bor. Chunki bular aramizga tushgan matqurtlar. Aramizdagi mushu haqiqiy vatanparvar millat suya qarindoshlarimizga xili yillardan buyon dushmanlik qilib qo'yatdi bular. Bular Xitoyning qo'llari, aramizdagi Xitoyning qo'llari. Agar mushundaq bir sabablar tufayli mushu munofiqlardan bir ishkini aniqlab chiqarsak, ayni vaqtda Boburni Shvetsiya hukumati aniqlabdiki. Ammo bizning oqko'ngil xalqimiz xili ishlarni ko'rsa, "Voy, men bilan nima aloqasi bo'ptilar, ko'masga salay deblar", beparvolik qilish bilan aramizdagi haqiqiy o'g'lonlarga zarxanda qo'llar uzrayotgan bo'lsa-mu, hech bo'lmasa shuning uchurini ta'minlashga-mu beparvo qaraydigan odamlar oz emas aramizda. Ammo afkam magapni qilib qoldingiz, men adu tunji anglayapman bu yerda. Solih inimizni aslan bir kamerasini manda qilg'izib o'tib, kichikdan bir Xitoy o'tir qo'llarini chiqarib turib, haqorat qilib, bir kamerasini tutib qo'yganmi yo dumis urib qo'yganmi, ashta bir ish bilan jiqavar qildi. Sizni hamda aramizdagilar u aniq kompaniya to'plab qildi. Ashka qavatgan bo'lsa, mening sizga tavsiyam bu ishni o'rtaq bir aniqlashga tirishaylik. Kimlar qilyapti bu ishni? Hech bo'lmasa xalqimiz bilib qolsin. Mush ishni qavatganlar. Men bu gapingizga bir gap qistirman hatırlıqda. Men shu FBI'da ishlaydigan meningki bir necha do'stlarim bor edi, o'sha Amerikada. Men bu hukumat xodimlari bilan ko'rishib, bular bilan men ko'rishib bularga dedim, uning kim xat yozdim, men boshqalar yordam qilgan bo'ldi. Ham men o'sha Amerikada yashayotgan bizning Uyg'ur xalqi bilan bunda bir fikrlashib baxtim. Agar o'shunda bir ahvollar shakllanib qolgan vaqtda buningga qanday tadbir ko'rsak bo'ladi dedim men. Degandan keyin agar shunda qilib baqsin, bizni mi chiqarib o'tinglar deymiz degan javobni berdi. Bergandan keyin men biz yolg'iz emas ekanmiz. Agar meni shunda bir ahvollar bo'lib qolsa, bizning keynimizda turayotgan mishadagi hadisonlarimiz, akalarimiz, inlarimiz buni yo'qotmoqchi bo'lsang, bizni yo'qot Amerika hukumati deb vaqti kelganda bizga ega chiqdi ekan. Dedim-yo, undan keyin men yana o'sha hukumat xodimlari bilan bo'lgan aloqani kuchaytirib, men buningki tadbirlarni elib yo'llab qilib qo'ydim. Bular bilan kontakt qiladigan nimalarni qilib qo'ydim. Shunga men o'sha nimaninki FBI'ning o'sha istixborotning odamlari bilanmi nimam bor. Undan keyin men turayotgan shu men asosdan yordamchi bo'lib ishlayotgan shu masjiddami nurg'un menga maslahat ko'rsatgan odamlar bor. Bunda ahvollar bor deb bular bilan ko'rishib turman. Bularmi sen xotirjam turayver. Agar shunda bo'lib qolsa, agar shunda bo'lmay, agar shunday qilib qolsa, biz ularni seni emas, biz ularni chiqarib o'tamiz bu yerdan deportation qilib. Bu vaqt nega bordik ya? Biz seni bilamiz, seni bildigan tursak biz. Degandan keyin men shu javob o'zi kifoya menga deb, men o'zimni yana ishni qilib ketib boraman. Maşallah. Ama afkam biz bayı men degandek bazı beparvo qarindoshlarimizdek emas, bize mas'uliyatchan bo'lsak yaxshi bo'ldi deyman. Agar bu haqda bir aniq uchur egallashga imkonimiz bo'lsa, bu uchurni egallab xalqimizga aniq bildirgunimiz yaxshi. Chunki bu qarakollar bugun sizga so'zilgan bo'lsa, Tönügün bay degandek Seyit Tumturukka boshqalarga so'zilgan, bundan keyin yana birlarga so'zildi. Bu aniq. Agar mushu ahvolda, mushtaq ahvolda yuz berayotganda biz bir jip kuchiga erisha olsak, mushu qara kuchlarniki, mushu qara qo'llarning kimligini aniqlay olsak, hech bo'lmasa %100 paketimiz bo'lmasa-mu, ashlarga yaqinlashtira olsak, mushlar qilayotgan ehtimolga cho'ngda bu uchurlarni xalqimizga bildirishimiz kerak, chunki xalqimiz o'shar bo'lish kerak. Ular baribir aramizda, ya'ni Uyg'ur bilan muomala qiladi. Yani Uyg'urni aldab, uning inqilobchisi, uning yetakchisi, uning lideri bo'lib oldi. Shunda holatda biz hammaga yo'l qo'yib, bo'ptilar deb o'tkazsak ukam, ziyonni xalq tatidi. Tatib qavatimiz zaten. Men chiqqan 20 yil oldi. Dava deb o'tibdi-ki.
O dava qilgan siri xalqimizning kuni eg'irlashib mana millionlab kamplarga kirib qirilib ketilgan darajaga yetdi. Mushu arimizdagi mushu dava sepining sap bo'lmasligi, tutgan yo'limizning to'g'ri bo'lmasligidan. Hozir bayaqqa qiyinishimizmi debdi, dedi. Haqiqatan xalqimiz uyg'ondi. Bundan keyin undaq o'yinchilarga, unda nayrangvozlarga, unda xato yo'lda mang'anganlarga endi xalqimiz yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Men ishonaman buningga. Chunki inshaalloh. Endi uning yo'l qo'ysak haqiqatan yana xomushliklar o'ttirsak haqiqatan millatimiz yo'qolib ketish ehtimoli bor, bir xatar bor. Men buni aniqlayapman. Kimlar bu zodi Solinig'o bo'pti, tutqaz. Meni chigardan qo'llab chiqaraman deyotgan qaysi insonlar deb men buni aniqlayapman. Hamda tekshiryapti-da, buni aniqlab topgandan keyin buni kan xalq ammasiga mana ma'lum deb men o'zimning og'iz bilan anglataman. Ammo hozir buni ozroq vaqt ketadi chunki har bir ishni qilish uchun vaqt ketadi ekan, ammo tekshiryapti bular. Yaxshi. Men hamma materialimni, dokumentlarimni berdim bularga. Mening xizmat qilayotgan o'rnim ma'lum. Men hech qanday bir meni bularningki terrorchi, yana bir mobiladigan hech qanday paket yo'q. Men bir terrorlik harakatini qilayotgan bir Xitoydan iborat bir ashunday bir razil kuchga men bo'ysunmay, men shu yerdan qochib chiqib, men millatimning o'ligi uchun ish qilayotgan, vatanimni Xitoydan tatib olman deb men bir mustaqillik davosidan boshqa ish qilmayotgan odam qanday men bularning degindek undan nima qilaman? Men hech qanday bir nimaga terrorist organizatsiyaga bir a'zo bo'lmasam, mening qilayotgan ishim ma'lum bo'lsa, mana mening emaillerim, mana mening birimni tekshiramamsa unda bo'lgandan keyin qanday men bularni qanday bilaman? Ammo men bunda tekst bor. Buni inglizcha threat deydi. Bu eng ig'ir oladigan narsa bu. Yevropa ellarida, Amerikada bu bo'lsa tehdit qilsangiz. Shunda ahvollarda yana Amerika hukumati meningdek bir o'zininki Amerika turayotgan qonunliq grajdaniga ega bo'lmamdi. Degandan keyin biz qilamiz narsani topshiradi deb men yo'llab qo'ydim ularga. Mail bilan yo'lladim, xatmi yozdim, pochtadan soldim. Men qo'limdan kelishib qildim hamda. Birinchi Allah, ikkinchi sababini qildim. Üçüncü biz aniqlayapmiz. Ammo bularningki dushmanlik qilgan insonlarning haqiqatan bizning vatandan chiqqan, biz bilan o'xshash bir tilda so'zlaydigan uyg'urlikqa men 100% kafolatlik beraman. Ammo kim qilyapti buni? Shu. Vaqt ketidan bu aniqlab chiqqandan keyin buni men shundoq bir suhbat bo'lmasimi Facebook tarzida shundoq açsaq live qilib buni nim bo'lyapti-da, hamini deyalaymiz endi. Qo'limizda o'zimizniki sosyal medyasi bor. Shuningda men devassam bo'ladi. Oshkorlab bo'ldi. O vaqtda uningki bularningki vaqt chidamay kelib meni o'ldiramdi, qilamdi, qo'ldan kelganini qilsin. Ammo hech kim qilolmaydi. Mening hammaga tayyorligim bor. Tamam. Xuddi siz abay degandek bizning hammaga tayyorligimiz bor. Chiroyli gaplashishimiz bular bilan. Agar meni uraman u bo'lsa, menmo vatanda qilib bir nimalarni o'rganib chiqqan masalan. Bularga tetiyman. Qonuniy jihatdan men tetiyman bularga. Ammo chiroyli kelmasa, uning boshqacha bir yo'l qo'llanamiz. Ammo sen munofiqligingni qilayotgan bo'lsang, bizga shunday bir narsani qilgan bo'lsang, agar sana Alloh azroq bir vijdon degan narsani bergan bo'lsa, sen mana ishtirongda yenib, sen vataningga o'rlik uchun xizmat qil. O vaqtda sen bizning sepimizga seni qaytib olmasini xatoligini biz kechiramiz. Agar sen davomli bunday qilmasang, biz kechirmaymiz, deb kechiramiz. Alloh kechirmayman degan insonni biz nima deb kechirdik ekanmiz. Shundoq. Bularda bir xil bu insonlarda men deb qo'yay, jasorat aka, agar iymon u 55-masala bular uchun. Iymon azroq yo'q bularda. Iymon degan narsa yo'q bularda. Agar bularda azroq vijdon, azroq bir vijdon bo'lgan bo'lsa, bularda azroq kichik, hamda necha kilo vijdon emas, azroq bir 2-3 gram bir vijdon bo'lgan bo'lsa, ma'nodek rezillikni, ma'nodek bir pastlikni, ma'nodek bir vijdonsizlik, ishplaslik, ayında bir o'ylab boqing, vatanning ahvoli hozir degan hamda jahannamda bizning xalqimiz tirik turib kuyyotidi. Jahannamda bechora xalqimiz ashunda ahvol tursa, yana Xitoy bilan ish birga qilib, yana shunday ishni qilmay, biz shunday nima qilamiz deb chiqayotgan bizga o'xshash, bizdan yaxshi qilgan yoshlarimizni har bir davlatda bularni besib, solutib, qora chaplab, to'kma chaplab, ashunda bir o'rinlarga, ashunda bir besimlarni ishiltib bu davani anlatmaymiz. Ey, bu qonunning gibi chiqib qoldi abi. Bu 9 yildan oldida ma'qullangan qonunni shu sen haq shu rezilligingni bizga qo'llangan rezilligingni ishlatib turib bosirib qo'yding ya ishni.
Bilimiz olsun kim qilganligini, hatto ashun ichidagi kongressdagi bizning mustaqilligimizni da'vo qilsa bo'ldi, mush qilib ajab bir mustaqil bo'limiz deb bir nima qilmadi, shunda bir nimadan birisi chiqqanmiz bo'ldi, mushuni imzo qo'ysak bo'ldi deganlarga akirib tikansa shuni. Buning nomi Xinjiang deb imzo qo'ymay qo'yib chiqibdi qo'shlar. Bu Xitoydan ayrılmaymiz deb buni qilsang buni biz imzo qo'yolmaymiz, topinma deb qo'yib chiqibdi shular. Akirgan bir narsani shuna tayyorlab. Buni Salih shu yerga kirib bilib chiqdi hamma. Men bilan maslahatlashdi, menga dedi, bunda ahvol bor aka. Degan ekan, to'xtabdi, bu unda o'z qanday bo'ldi? Buningga eng cho'ng ziyonkashlikni mujguyli qilibdi. 9 yilning yanida 9 yil mobaynida Xitoy necha million odamni o'tirib bo'ldi. Bizning xalqimizni. Kichik bola bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, o bu biz bilmay yushurin o'tiryapti Xitoy. Bularning quli qon. Ey jinim xalqim, kallanglarni ichinglar, o'ylanglar. Ma insonlarning quli qon. Quli qon. Menga o'xshash Sharq Turkistonning uzugini taqib olsa, iznigini taqib olsa, galasichini taqib olsa, bular ajoyib bir millatchi, ajoyib bir inqilobchi deb o'ylab qolmanglar. Mushundaq razilliklarni tashqi ko'rinishini mushundaq qilib turib, amaliyotda Xitoy bilan ishbirligi yipib, mayada xalqqa voy biz mustaqil bo'lamiz, bu deb og'zida deb qo'yib, amaliyotda 4 o'g'ri bir yakasi, unda enidi, penidi, chenidi deb qilinadi. Mustaqillikni da'vo qilmaydigan o'g'rilardan. Ayna kongressdagi qonunni ma'qul qilamiz. Xinjiang deysa, minority deysa, asıllık millat. Şu minzu Xitoyning tilida. Xinjiang Uyghur sizchi deysa, Xinjiang Uyghur abnuraymiz. Bizga shunda ashnan bersa, biz urimiz tilimizni o'ltamisa, biz birga yashaymiz emasmi shuna bilan. Degan qonunni ma'qullatmoqchi ketdi. Asli. Biz buni qilsam bo'lmaydi. Bunda deysan degandan keyin kongressning odamlari ham bunda ahvol bor. O'zining odami kelsa bizga buni. Sen ham bunda desang, bu bizdagi masala bu, qarindoshlar. Bizdagi masala. Nima deb bunda qilib bermaydi unda? Shu da'voni to'g'ri qilsam, to'g'ri anglatsam, to'g'ri so'zlasam, haqiqiy bir mustaqilchi, inqilobchi, vataningdagi xalqning kuyundigan, vataningni so'ydigan odam bo'lsam, to'g'ri qilsam, anglaydi har qanday millat, anglaydi uni. Ama onu unda qilmay, anda bir munofiqliklarni, anda bir rasvolikni, anda bir xoinlikni qilgandan keyin xalq uni vaqti kelganda shunda bir gerçeklar shunda o'tirib chiqqandan keyin mana bizmi bilmabdi ekanmiz aka 9 yilning oldin ma'qullangan qonun shunda bislib qolganda. Bu necha oyning ichida bo'lib ketdi, jiqishlab bo'lib ketdi. Balki mes qildinglar. Nurg'un narsa bo'lib ketdi. Nurg'un tashkilotlar qonunning ichilib qolganligini, shunda rasvoliklarning bu qonunni qatparashib qo'ygan to'qoydagi sakrab uni qilib baqdi, buni qilib baqdi, yig'illarni chaqirib baqdi, yana birni qildi. Atillab baqdi. Ammo uni xalq yiroqdan ko'rigilgan. Xalqning ichida o'qiganlari, ziyolilari uning uchun tovandan chiqib gap qilgan odam aqlli qo'p, pastda o'tirib gap anglagan odam o'tmaydi. Fikr qilaydi, yoza oladiganlari bor. Inkasdan yozib ko'rdik. Demak, bu munofiqlarningki quli shu Xitoy bilan teng o'xshash bir sapda quli qon bularningki. Javob bersa, men yana bir gapni deb qo'yay. Ey, butun dunyodagi munofiqlar mening gapimni obdan angla. Men chiroyini obdan tunib ol meni. Obdan tunib ol. Endi buningdagi suiqasdni boshla bizga. Qulog'ingdan kelganini qil. Sen qulog'ingni ding tutib angla. Ey, buning qushqa qisilib qolgan munofiqlar. Necha million odamning o'lishiga sababchi bo'lding. 9 yilning yoqi. Qachon Xitoy besib kirdi? 69 yil bo'ldi mana bo'ldi. 25 milyonga yaqin odamni o'tirib etdi Xitoy. Buning bilan sen Xitoy o'xshash bu hisobni bizga bersa, 35 million. Mush dunyoda bersa, biz o'lib ketib qolsak, buning bizning vaqtimiz yetmasa, qiyomat kuni Allohning oldida butun 35 million xalq so'rimasa, mana men Bilal Ibrohim Turkistoniy sening qonuningni shunday siqib turib, ikki qo'lam yoqangli bo'ladi, men so'rayman Allohning oldida. Chunki mening bobomni Xitoy partiyasi o'ldiratgan. Men bir shahidning navrisi. Bobom 33-yilda Cumhuriyet qurilganda tug'ilgan. 66-yilda 33 yosh vaqtida mening momam 5 bola bilan tul qolgan. Xitoy o'ldiratgan mening bobomni. Hamda hozir mening butun oilamni Xitoy oilaga kirib azoblayotdi. Biz bu da'voyimiz deganmiz. Meni miyada psixikiyatni buzaman deyapti. Malla emas. Meningdan vahshiy kunni ko'rayotgan, meningdan battar kunni ko'rgan qarindoshimiz xorijda, vatanning sirtida men o'xshash yashayotdi.
Ularmı inşallah bana o'xshash qarashdi. Mening bobam Cumhuriyet vaqtida dunyoga kelgan. Mening tug'ilgan kunimmi 11-ayning 12-si. Vatanimizning qurilgan kunida dunyoga kelganman. O'xshash. Cumhuriyet kuni bo'lgan kuni mening tug'ilgan kunim. Men vatanimningki shunday bir kuning udul bo'lib qolganim uchun faxrlanaman, Uyg'ur bo'lganim uchun faxrlanaman, Sharq Turkiston bo'lganim uchun faxrlanaman. Ammo men bu millatningki da'vosini qilaman. Yurib ketkicha. Hech kim so'ramasa, bu dunyoda men vaqtim yetmay qolsa, qiyomatga men Allohning oldida so'rayman. Ma insonlarni jannatga kirgizsang bo'lmaydi. Bularni do'zaxdimi vahshiy bir o'rin bo'lsa, shu yerga qo'y. Chunki bular bunda qilgan. Deb men Alloh bilan so'zlashman shu vaqtda. Ey munofiqlar, ma gapni obdan angla. Ma ikki qulqingni obdan ko'chilib o'tib obdan angla meni. Mani Bilal Ibrohim Turkistoni, Amerika, Washington, Fairfax, Virginia shtatida so'zlab o'tdi. Sana naq maydonda meni obdan angla. Endi bizga qil barliq suiqasdlarni. Endi qil bizningki mustaqil chiqarishimizga, haqiqiy inqiloblarimizga. Endi solab nechkunni yaqin qilayotgan kuchlarni endi ishigini ichib qo'ypa, qanchalik qilarlikin. Hechnim qilolmaysan. Sen xiyolingni butun dunyoga sistemlashtir. Bizning munofiq shirkatlarimiz kim og'zini asqining tilini kesimiz, ko'zini o'yib u bilan. Sen shunda sistemlashibsanki, bildik sen qanday sistemlashganimizni. Bizmi beka oltamidik. Biz siningda o'ta sistemlashdik. Bütün dünyada bizning adımımız var. Bütün dünyada bizning adımız senin keyningda. Sen ne ketib borsa, ne kirib kim bilan muomala qilyapsa, Jungo konsulluq qancha qatin kirib chiqding, nim ishlarni qilding, Wang Chang, Lolio degan Xitoylar bilan qanday qadahlarni so'qashtirib ichib qar restoran beryapsa, hammani biz xabardor bo'lib turibmiz. Sen uncha ko'ranib ketma. Mana bilib qo'ymayman. Bu millatning da'vosini bizga o'xshash insonlar biz o'lib ketsak yana chiqib qiladi. Qachon mustaqilligimizni og'ish qiladi, seni yo'qotadi. Sen bilan birsa turmaydi. Sana Xitoy bilan o'xshash muomala qiladi inshaalloh. Qiyomat kuni buning dardini tatsa, abadiy abad qilsa Allohning do'zig'ida. Bu dunyodami sen xotirjam yashamaysan. Biz hamma narsamizni olib ketgan bo'lsakmi, alhamdulillah biz hech qanday bir insonga beradigan bir so'rg'imiz yo'q. Faqat Allohga javob beramiz, bo'ldi, tugadi. Tatsa. Mening deydigan javobim sana mushu, ey munofiq, obdan anglamani. Siz mening bilishimda bir jamiyada imomlik qilsiz o'ylaymi? Dinda yaxshi o'qigan bola ekansiz bilishimcha. Men muslimida asosdan imomlik qilaman, yordamchim bizning o'zimizning masjid bo'lmagandan keyin Mushu diniy jihatdan bir savol so'ramoqchiman. Aramizda shunday birsi bor. Diniy to'ng'orni olgan az bo'lmagan uni ustoz deydi-ku. Bir zamanlarda, bir vaqtda plan tuzab, planli qildi bir programma qilib, mushu Salih inimizniki go'dakligidan, yoshligidan foydalanib, uni telefon qilg'izib, Salihga g'ayriy savollarni qo'yib, uni ochiqlantirish orqali o'z oldin kelishib olgan tashkilotdagi aksini telefon qilg'izish shakllari bilan Salih inimizni pishnichiga chiqaribdi, osmondan yerga etib o'tgandi. Shu program men ko'mib ekanman. Ba'zilar dappagandan keyin ko'rib qilqaldim kompyuterimni chaqib o'tganda shu qadar ochig'im kelgan. Chunki u maqsadlik, men aniqla ko'rib oldim uni, bir maqsadlik plan tuzib Salih inimizni haqoratlash uchun. Ya'ni bakiliqi ko'z ko'rinib ketib o'tdi. Bu aslida bir pishnichdi deb osmonda yerga atgan bir munofiq. Necha vaqtdan ularmi ayliqindek 100 ming ovoz mumkin emas deb sat ostida yijib to'g'anlarning birisi. Bugun mana ayni vaqtda sizlarni kongressga chaqqan, parlamentga chaqqan biri va yana birini suhbatga chaqirib, ma'u 100 ming imzo etilgandan keyinki bo'ladigan ishlar, bu imzo etish faoliyatining ahamiyati va boshqalarni so'zlash kuchibdi. Ham bu inson razil bo'lar, bu qadar bo'lmas deyman.
Sen Salihni şu kadar yaman öğrettin, şu kadar düşman öğrettin. Neçe vaktin bu 100 bin kişilik teşvikatniki taraftarı emas, başka akıllarım bilen bazılarga alim atalgan bir aksininki uçuq aşkarı bir ekranga çıkıp biz hozircha Xitoy bilan yashaganimiz to'g'ri deganini angladik. Mushundaq holatda mana bugun 95 mingdan oshganti shaptan xamilyondek o'zgaribla 100 mingdan oshadiganligini ko'rgandan keyin mana endi bu imzoning sonini 100 mingdan oshsa uning ahamiyatining qanday bo'lgani to'g'risida sizlarga ayni vaqtda dushmanlik o'tdagan munofiqlarni suhbat taklif qildi. Bunu ko'rgandan keyin bir qism qarindoshlarimiz o'g'iz qaynab inkas qaytirgan bo'ldi. Bu imzoning egisi nerede qoldi? Sen kimlarni suhbatga taklif qilyapsan degandan keyin nomus qilmay avayman bugun hozir telefon qilma, aloqa qilma deb hamda. Daralloh yana hamilyo'lig'ini qilib qilibdiki, uning natijasi bo'lmay qoldi. Endi siz bir dindor inson, biz musulmon xalq, Allohdan qo'rqamiz. İnsanını aldısaqmı, Allah'tan aldayamayız yani. Allah hemini körüp doğucu. İnsanını aldığanlarımız günah hesaplansa, eğer Allah'ını mı aldayalayma degen bolsa, bunu insan degenden bir məxluq degen tüzük. Ben endi bularga qandaq gap qilishni, qanday muomala qilishni bilmedim. Bir mezgil mening ekranimni pishnichi ekran debdiga bir qattiq radiya bergandim. Bu iymonsizdan bir inkas kutgandim, inkas kelmedi. Bo'lmasa aldig'ini baray degandim. Endi hozir yo'g'on bir sallisi borki, u palani bir yerda o'qigan imom jidimish. Ammo u xamilyonda qilib yurgan ishlari sizcha bir dinda o'qigan, o'zini dindor, diniy olim chaqlaydigan bir maxluqqa yarashamdi u? Endi bu savolga men ikki xil javob beraman. Birinchisi, agar biz bu dinni, yana bu islom dinini, biz musulmon xalqimiz asosan bizningki majority, yani 95% inson albatta musulmon. Qolganimda dinsiz bu insonlar yo'q emas deyaman bor. Biz bu dinni masalan bunda o'ylaydi nurg'un insonlar. Biz bu dinni o'zimizni qo'g'indigan qalqon qilib o'rganimizmi yoki biz dinninki yo'l yo'rig'i bilan bu dinning ko'rsatmasi uchun mangimizmi degan bir gap chiqdi bu yerda. Nurg'un hamma din o'rganishga cho'g'an talablarimizdan beradigan tavsiyamiz, ulardan umid qilganimiz mushu. Bu dinni biz faqat o'zimizni qo'g'indigan bir qalqon qilib o'rganmaymiz buni. Bu dinni biz nima deb o'rganamiz deganda, bu Alloh va Allohning rasulidan bizga miros bo'lib kelgan bu muqaddas bir din bo'lganligi uchun sahobalardan, undan keyingi tabiiy tabiin, tabiiy yetishgan olimlar orqali bizga vasila bo'lib kelgan bir ilm bo'lganligi uchun bu dinni biz bu dinning xizmatini biz qilamiz. Ham boshqalarga buni o'rgatamiz. Shu bo'yicha ma'noda. Buningda nima deyilgan bo'lsa, shuni deymiz. Deyilmagan bo'lsa, demaymiz. Yoki bo'lmasa jim tursak bo'ldi sukutda. Bildiganlardan so'rab bilib olsak bo'ldi. Yoki bunga javob bera olsak, javob bersak bo'ldi. Ammo buningga bir xil kim dedi buni men bir odamda palonchi dedi, pustanchi deb o'tamayman. Agar shunda bir razil maqsadlar aralashgan, ajinda bir o'yinlar, ajinda bir taktiklar, ajinda bir o'rinlashtirishlar qilib, undan keyin masalan meni bo'lamdi, yo sizni bo'lamdi, yo Salihni bo'lamdi, yo Zumrat odamni bo'lamdi, yo boshqa birsini bo'lamdi. Chiqib buningki yuz obro'yini to'kish yoki buningki xalqning orsidagi nupuzini yo'qotish, tuvallatish, tushirish nimasida bo'lib qolsa, bu bo'lmaydi bu endi. Bu endi o'zini musulmon da'vatgan bir insonga bir yarashmaydigan, bo'lmaydigan bir ish. Chunki agar unda bo'lmaganda dinda bir gap bor, hayo qilmasang qildiganingni qilib baqtaydi. Bir inson bir nimadan Allohdan hayo qilmasa, u hech nimadan hayo qilmaydi ekan vaqti kelganda. Masalan, u Allohdan hayo qilmagandan keyin u hamma ishni qilib baqdi,
nurg'un razillikni qiladi, odam insoniyatga bir yaxshi bo'lmagan zulm. Ondan keyin aytavr biz o'ylab baxmagan yangi bir narsalarni shunda zulmlarni ijod qilib insoniyatga bir xil buzg'unchilik olib kelgan gap. Shunga bu islom dinidami masalan birisini qasddan shunda bir o'yinlarni o'rlashtirib, uningki musulmon deyotgan insonlar ama agar musulmon bo'lmasa, hamda musulmon bo'lmaganlik uning demaymiz. Musulmonlik degan gap chiqib qolganligi uchun men mana deyapman. Agar biz musulmon bo'lsak, Allohdan qo'rqsak, Allohning buyrug'iga biz bo'ysunsak, musulmon xalqimizni, musulmon insonlarimizni yaxshi ko'rsak, biz ma'nodagi razillikni qilmaymiz. Chunki islom dinida bir insonning obro'yini to'kish, uningga masalan to'kma chaplash, uni qoralash bu gunohi kabirlardan sanaldi masalan, cho'ng gunohlar qatoridan. Shunga ham buni qanday har xil vositalar bilan ajinda boshqalarga ham bunda deysa, anda deysa degan taqdirdami biz birisi bilan ish qilayotgan bo'lsak, shaxsan men siz bilan hozir suhbat qilyapman. Taraf bal bir sizga yoqmay qolgan bo'lsa, palonchini bunda deysanjimi, bunda deb fatvo berishajimi, bilalajim. O bu desa, men o vaqtda sizga bergan javobim yo'q deyman. Chunki u masalan unda bir qanday bir nimani qilmaganligi uchun biz unda qilmaymiz uni. Normal bir inson bo'lsa. Agar vatan millatning ozodligi, mustaqilligi, dinninki yo'l yo'rig'ini xato burumlab bu qolsa vaqt biz uni raddiya qaytaramiz. O vaqtda bizga bu raddiya qaytarish farz vojib bo'lgan bo'ladi. Biz o vaqtda buningga deydigan gapimizni qilamiz. Ammo odatdagi normal holatda masalan biz uni buni qanday qildigan bo'lmaydi bu islom dinida. Bu dinda bo'lma. Din o'quvchilarga. Chunki bu birsininki yuz obro'yini to'kish, birisining ashunda qanday to'g'ri bir ishni buni yo'q qilib o'tib, xato bir narsaga burmalash orqali boshqalar bilan ish birlik yapish bu bizning islom dinidan cheklanadi bu. Buning nurg'un nimalar bor hamda. Bu yerda buni qisqacha so'zlab o'tamiz. Demak, hamda bunda qilishning o'zi hamda bu islom dinidan to'g'ri emas. Ham odatdagi bizningki ma'vo nimamizdimi, insonlik nimasidan bu to'g'ri narsa emas hamda. Uning beradigan javobim shu. Tamam. Endi bu aramızda şu bo'libmi xalqimizniki ideyasini yetaklashga ta'sir ko'rsatgan va yoki da'vo sepida lider sifatida kirib olib, da'voning ishiga ta'sir ko'rsatgan odamlarning orasida mushundaqlarni ko'rsa odam o'g'iz qaynaydi ekan. Chunki ular ishniki mohiyatiga qarab baho bermaydi ekan, u ishni qilayotgan odamga qarab baho beradi ekan. Ba'zi qarindoshlarimiz degandek haqiqatan kuch nada bo'lsa, bular shu kuchning yanida turadi ekan. Va yoki boshqacha aytsak, shamol qaysi tarafga chiqqan bo'lsa, shu tarafga qarab mangadi ekan. Endi bu o'zidagi sapa olgan bilim saviyasining tuvanligiga bog'liq bo'lishdan boshqa axloqiy iymoniga bog'liq deb qarayman. Endi bu nejislar to'g'risida men jiq to'xtalib ketdim. Ba'zi qarindoshlarimiz va qarindoshim sen sadece qarab qaynab qolding degan ahvollar bo'ldi. Bu nejislarni tilga olg'imi yo'q, chunki bugun biz bir xo'shallik kayfiyatida boshlagan bu suhbatni, ya'ni 100 ming inshaalloh hozir shu suhbatimiz bo'layotgan chaqda 100 ming o'tilgan bo'lsin. Bu vaqtda mening qallamga darhol bir fikr keldi, hamda bu bizniki Seyit Efendi İstanbulga maxsus mush ish bilan beribdiki, berib u yerdagi qarindoshlarimiz bilan birga faoliyat olib beryapti. Mush imzoni shu sondan oshirish uchun. Shu vaqtda Seyit Efendi naq maydonda ba'zi nimalarni ko'rdim, hamda naq maydonda ba'zi ziyoratlarni qilibdi. Ammo o'ziniki og'zidan biz anglab baqsaq deyman, bir telefon qilib qo'yay, agar olib qolsa Seyit Efendi hozir İstanbulda bo'lgan ahvollar ham balki eng yangi sonni deb bera olishi mumkin. Assalomu alaykum Seyit Efendi. Va alaykum assalom. Ben naq maydon qilayotganda bugun bir kun shu İstanbuldagi faoliyatlarni hamini ko'rib turdik, nimada Facebookda.
Nəhayətdə təsirləndik. Şəxsən mən bək təsirləndim. Siz özünüz berib yetəkçilik etibsiz bu işlərə. Əmdə bu şu bugün biz əmdə inimiz Bilal İbrahim bilan söhbət qılayotgan bugün keçdi inşallah bir şu 100 ming degan o'tkal biz o'tiladi degan umidda o'tadiq. Sizcha bu ish amalga oshadimi? İnşallah ben bu şuna hazır 100 mingni ko'rmanda uxlamay o'tiryaptim ben. Yani şu olarak bilen şu tor taratmalarını dost yaranlarımızga küçük yoldan bir sıvıçalı kampüsünden hem hazır bu şu koççularda kırımdaşlarımız bu şu imza seferberliğini devamlaştırmakta. Bizim hazır bu şu imzanı yüzümünde özümüz gözümüzü görüp uxlayımızda turvatımız. İnşallah bu milletimizdeki tirişçanlığı, milletimizdeki vataniga, milletiga bo'lgan lagerdagi qarindoshlarga bo'lgan samimiyati sadoqatini qarayman. Endi bu oddiy bir ishdan ko'rangan bilan, kichik bir ishdan ko'rangan bilan Uyg'urning ro'yini, Uyg'urning vataniga bo'lgan mas'uliyatini, Uyg'urning birsi-birsiga bo'lgan ishonchini vujudga keltiradigan kuchli bir birlik deb qarasam bo'ladi bunga. Bu albatta Xitoy qo'l ostida 1949da vatanimiz chiqarib bo'lgan bo'lsa, şu 69 yılına yakın Uygur'un asaleti, Uygur'un meydanı, Uygur'un birlik ittifakı Xitay Komünistleri tarafından bu meydan kılındı. Uygur birisi işenmeydiğen, Uygur korktuğun, Uygur samimiyetsiz bir karakterine aylandırıldı Xitay kolu tarafından. Hani bu işler, bu imza bu Uygur'un özgür olan işencisine, özgür olan hürmetine, mesuliyetine ve bir yerdeki birlik ittifakına vücut hikayetinde karayla. Şunun için Salih kardeşime ben rahmet etmem. Biz küçükken olsak mı 4-5 kanalda buna biz ağlaşmıştık. Ama milletimiz hakikaten özünün asaletini, özünün samimiyetini oturup koydu. Bunun da müstakillik, yani Şarkı Türkistan'ın biz için müstakillikini kollaydıganlar. Xitay'da biz kendi ağrıp müstakil olmasak bizden hiç kandan bir hak hukukumuzunki itibarı yok. Xitay bizge rahim kılmaydı. Xitay bizden gerçekten kırmızı tutuyor diye. Bu şu maksat bilen müstakillikte şu arkadaşlar çıkanların ki kalbisi tutuklu da para ediyor. Birincisi Allah'ın yardımı, hem milletimizdeki özgür olan işleticilerine para ediyor. Bu hayırlı mübarek olsun. Belki bir 2 saat gidiyorsun, bir torunluğunda bulsa. Biz bu küçük bir nişanda, küçük bir menzilde inşallah biz neticeye yettik, menzilge yettik. Hem de ki nişanımız bizden Şarkı Türkistan'ın müstakil kılışta kandan uyum taşnak birleşişimiz, kandan ittifaklaşımız, kandan birisi-birimizle işinimiz, kandan birisi-birimizle ağlaşmışımız. Çünkü Xitay'da man sözünde yaşayan anlatanlar, belki bir yıl kalmay, belki bir yıl içinde Xitay bir çapır balaya adet görüldü. Bunu hepimiz görürüz. Xitay içki alırlar, taşkı alırlar. İktisadi kriz, Amerika'nınki her ayda 200-300 milyar dolarlık baş bu işi. Xitay'ın komparti partiyadagi rəhbərliyininki sökülüşü, Xitay'ın öz xalqıga bo'layotgan zulm zo'ravonligi, Uyg'urni millionlagan Uyg'urni lagerga yo'tgan, lagerga so'rab ishga yo'tganligi Xitayning yiqitib parchalanganligini o'zi yaxshi his qiladi. Xitoy cho'qim parchalandi. Shuning uchun Uyg'urni lagerga turmuga so'rab 5 minglab Uyg'urni lagerda yo'lga elib Xitoy parchalansa bu Şarkı Türkistan'da qo'ldan bermaslik uchun buni tadbir jihatda ishlatadi. Biz müstakillik hareketi Şarkı Türkistan Milli Meclisi inşallah müstakillikle şuarlıklar asasında bütün halkımızda, bütün milletimizde bu şu müstakillik şuarında bu şu bayrakta birleştirmez. Xitay nedir? Veyran bulduğun, Xitay'ın bu şu zulüm bile Allah'ın laneti hükmüşteydiğin ve tartışıldığın şu devirde biz bu teyarlığımızda tutuşmamız gerek. Yani Xitay parçalandığında biz bu fırsatla koldan verip yani kolumuzda evimizde çişler efsus desek Allah bu bizde afıkınmaydı, millet bu bizde geçirmeydi. Şunun için biz hem de bu şu müstakillik şuarı aslında birleşip uyum taşıdak Xitay'daki yıldığın balbayı aldatken ciddi teyarlı çalışmamız gerek. Ben öyle sözüm şu. Rahmat Seyit efendim. Bu iş mening bilishimda Uyg'urning tarixida tunji qitim bir 100 ming odamning imzosini elish bo'ldi. Bu oddiy ish emas. Buningda shu Parijdagi yig'indan keyin nurg'un odamlarning ruhlanganligini anglab turibdimiz.
hamma adam degidek hozir eng az bir 90% Uyg'ur mustaqillik bir umidida o'tirdi. Inshaalloh deganlaringiz amalga oshsin. Xitoy zaten parchalanish girdobga kelib qoldi. Mushtaq holatda Parijdagi bu tashkilotning qurilishi nihoyatda obdan bir vaqti bo'ldi, yaxshi bir vaqti bo'ldi. Xalqimiz inshaalloh mushu tashkilotning atrofiga uyushib, mana mush qatimqi faoliyatdagi uyushqoqlikni ko'rdik, uyg'unishni ko'rdik. 100 mingning ichida garchi hammasi Uyg'ur, qozoq bo'lib ketmasa-mu, mutlaq ko'p qismi o'zimizning qarindoshlari. Bu bir zo'r kuch, Seyit apandim. Bu oddiy ish emas. Shunga endi men bilgan shaxsan bir kun u Istanbuldagi qarindoshlarimizninki ko'chma-ko'cha kompyuterlarni ko'tarib yurib, imzo atqizayotgan ko'rinishlarni ko'rib nihoyat ta'sirlandim, ko'zlarimga yosh keldi. Sizmi o'zingiz berib ashada yetakchilik qilyapsiz bu ishlarga. İnşallah bizmi mushu so'zlashayotgan soatlarda 100 ming degan bir o'tgan bo'sib o'tilganda deb o'ylaymiz. Bir xil yaxshi bir ishlar bizni kutib turgandek bir xil umid paydo bo'ldi. Shaxsan menda ba'zi qarindoshlarimiz menga ashla da'vat etdi menga. İnşallah bugun bir yaxshi bir uxlash nisb bo'lsa, yana bir 2 soat ichida 100 ming degan insonni ko'rsak, men uyqum kelmaydigandek qildi bugun. İnşallah bu 100 ming bizden müstakillikimiz aldıdaki hemimizni birleştirgen bir nişan. Bunu ben ümit kılmak ki, ben şunda oylamak ki, nurgunluğun Uygurlar, dağlıgan, onluğun Uygurlar, bu şu 100 ming sandığı yetkenlik körümüzden kütüp durmasıdır. Bizden o bir yerde hazır saat gece o işki gitip vardı, o işki oldu gece. Hem de belki 2 saatte, 100 ming'i toplayımız, belki 3 saatte böyle kütüp durmadığımız. Ben şükür demek için ki, hürmetli Cesaret efendim, siz mevcut dediniz, Fransa'da, Paris'de içilgan Türkistan Müstakillik Hareketimizdeki 14 aylık teyarlıkları hakkında galibilik içilgan 200 vekilinin 20 devletin iştirak kılan bu saylamda naiti demokratik, naiti kullanılık bir rejim oldu. Biz kütükkenden mi yaşlı bir rejim oldu? Bir yerde iki siyasi organ, birisi Türkistan Müstakillik Hareketi, bu müstakillik hareketi 15 teşkilatınki birleşmesinden kuruldu. Bunun da Japonya'daki Doktor Kurtulma Taşım kardeşimle benim 10 yıllık sevdişim. Bunu ben özüm namzat gösterdim. Bu kardeşimiz Türkistan Müstakillik Teşkilatı'nın reis saylandı. Bu müstakillik teşkilatımız bizim özümüzün siyasi aparatımız. Yani biz ve taraftarlarımızdaki siyasi hizmetlerine ilip bardıkan bizden siyasi organımız. Hem de yarın milletimizden 200 vekilinin talebi bile şu yerde biz endeki çıkmayı yok Seyit Efendi, milletimiz ölüp yok oluş aldı da Xitay bizni bütün yoklaman diyen bu vaziyette biz endi bu teşkilatçılık ne? Siyasi hareketten en tölet tabakası olan teşkilat derecesindeki bu siyasi hareketten bir nece bardak yukarı götüren biz endi siyasi partiye, mecliske yani siyasetini yukarı tabakada ilip verişimiz gerek. Bizimki bunun da sapap duruş, bunun da sabır kılış, takat kılış, vaktimiz fırsatımız yok. Millet böyle tügavatı da biz çok Şarkı Türkistan Milli Meclisi'ne yani Şarkı Türkistan Meclisi'ne konuşmamız gerektiğinden bu şu teknik bile ve köpçülükle avazıyla Şarkı Türkistan Meclisi kuruldu. Bu uluk amanetle, bu ilir amanetle, bu ottun çapmanla bizim geydirli milletimiz. Ben şu yerde bunu tekrarlayayım ki bizim vatan soyan ziyalılarımız, bizim gelecekimiz olan dünyanın her bir zeminlerinde Uygur milleti için özne ata nurgun cephan maşakkatte okul bakan ziyalılarımız, bizden yetekçilerimiz bunlar. Biz bunlar nurgun işler güçlerimiz. Bizden dini alımlarımız, yani cehaletli kutulgan, din bilimle, bir kolda Kur'an, bir kolda kompütörde ilim beraberliğen siyaset karuva, dünya siyaseti, dünya vaziyetini yaxşı tahlil kılamaydıgan ve hepsine doğru mesleğet verip bizden yolumuzu açıdıgan dini erbaplarımıza ihtiyacımız var. Bizim ticaretçilerimizge, iktisat bilgilerimizge ihtiyacımız var. Hem de Şarkı Türkistan Meclisi Kudayın buyursa bu milletimizde müstakil kılındıgan yolunu kısışta bütün halkımızda barınabilsin. Bütün teşkilatımızla ortak müstakillik şu var aslında birleşip milletimizge müstakillikle kol getirdiğin planları layığıydı. Şunun için ben bu İstanbul'daki gelgen ziyaret ettim o. Önce maksat bu şu İstanbul'daki teşkilatlarımız, halkımız, her bir jübçü onları bunlarla ortaklaşık için İstanbul'a geldim. Yana hem bir Alparan Ocakları'ndaki çoğun bir namayışı vardı. Xitay Komünistlerindeki Şarkı Türkistan'daki dar güzel cinayetini bunu başlamış, bunu bir kere çıkarmış için Uygurlarla ilgi çıkmış için
Büyük Birlik Partisi'ninki Yaşlar Uyuşması olan Alperen Ocakları'nınki reisi hürmetli Kürşat Mican'ınki Çakır Polen bu yığınga, bu namayışga katlaştık. Yani biz sözümüzden, yürek sözlerimizden, milletimiz bilen, Türk halkı bilen ortaklaştık, intihayet huzurlandık. Yani şunun arkasında bugün İstanbul'da belki 10-15 Topmuş'ta 10-15 ayrı merkezde her biri 10-15 yaş ballarımız, okumucu ballarımız can pida kılıp şu yerde kompüter koldurda, kol telefonu koldurda, teşvikat varakları koldurda milletimizin fidakarlıkını, tahrimanlıkını yanına tutup gördük. Milletimiz asla ve asla Xitay'ın kolunu meyran olmaydı. Milletimiz çok müstakillikte aldı. Allah Teala bizden ihir imtihan kılmasını, büyüyen sözünü, şu sözünü söyledi. Sizlerle ortaklaşmakta. Allah Teala biz Uygur milletine, Şarkı Türkistan Müslümanlarına peygamberler kör bilen imtihan bilen, peygamberler küçülüğünden zulüm bilen imtihan kılmasını. Bu demek Allah Teala en yakışıklı bendilerine ihir imtihanını geçirdi. Peygamberler kuşlardı. İki peygamberler çıkardıklarının ehli balları müşrikler trip edip tecavüz kılınmadı, ula bastırılmadı, ulanın ölüge zorla müşrikler gelip koş ayrı bolumuz demedi. Şuna da okşaş, biz en ilim imtihanını 5. kişi ve kamberin mazlum Müslüman millet borçluklarımızla inşallah Allah Teala bizim içki muradılarda parayla biz Uygur Müslümanlarda, Uygur halklarının Şarkı Türkistan halklarını pek yakıştırdı, pek mihliman. Şunun için en ilim imtihan bilen ulanın cennette de müjdeleşini, cennetke müşte kılışını murat kılıda oynayan. Yani birisi bu şey imtihan, ilim imtihan artılıp Uygurları terbiyeden çıkıp Uygurların yeniden bir cevzi yaratıp yeniden Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini olup götürüp adaletli, hakkaniyetli bütün dünyada namaya kıldıran bizim ecdatlarımız uğrunluğun vazifene yeniden bizden bu nesillerimize Allah Teala yaratıklarından ümit kılmak. İnşallah bu zimistanlık, bu karanlık, bu musibetler bu yakında akıllaşır. Bizge Allah'ın rahmeti, merhameti, aydınlık günleri, parlak yıldızları bizden aldığımızda görmek duruptur. Ben bile şu imza toplaş faaliyetindeki kırındaşlarımı görüp ben bu şu ümitini, şu kırındaşlarımdan gözlük gördüm. İnşallah her biz ümitsilenmeyimiz. Biz Xitay'ın bizde yok bulunduğun bu Abdülmiye, bu öz takdirinde öz belgileş, diğer bu semsilerden kurtulup özümüzün müstakillik irademizde namaya kalmaktığımızda ve müstakillik şu an olan ilgirler algı sürüp bankan baktığımızda milyonlar milletimiz bizge erişmamadı. Xitay bizim kaçıdı. Xitay kaçıdıgan bulun tapanmaydı. Xitay'ın zincir bilen bağlısı mı? Şarkı Türkistan'da bir sıkıntı tutulmaydı. Biz inşallah bu şu neticene kolu getiririz. Her biz ümitsizlenmeyiz. Çünkü bizden yaratkan ve bütün kainatını yaratan, Xitay'ını mı yaratan bir Rabbimiz var. Biz buna bir iman etimiz ve bütün tedbir çağrında, bütün hizmetlerimizde en mükemmel bir şekilde orundayız. Amin. Dinlediğinizge son köp rahmet Seyit efendim. Yeni bir görüşküçe aman bulun. Rahmet sizge uçuluk dileyman. Rahmet. Hayır Allah'a emanet etmişse. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet köp rahmet. Ben Seyit Efendi'den İstanbul'daki ahvalını beraber bilgen bulduk. Bu yerdeki xeyrindaşlarımız hakikaten çok tirişçilik gösterdi. Ulardan Allah razı olsun. Kalan capalarının neticesini patlardı körümüz inşallah. İstanbul'dakiler emas, Amerika'daki olsun, Orta Asya'daki olsun, belki Avrupa'daki olsun. Hem yerdeki xeyrindaşlarımız ortak tirişqaşqa, bana 100 bin degen san halkınındek mümkün emas deb yijib turganlarga nəhayət yaxşı bir cavab boldu bu. Endi inim Bilal, siz biz baya bizge telefon qilgan xeyrindoshimizdek bundaqlar ko'p sonda deb o'ylayman. Xeyrindoshlarimizniki nazarida durust odamlar sanalsaqmi, aramızda ana şu uzun yıllardan tatip şekillenip kelgen meyli bilip qavatqan bolsun, bilmey qavatqan bolsun, şu guruhbazlık qilib, atanmış lider deganlardan keyinga kirib yoki hozir şu kuch deb şu kuchni to'nib shundan keyinga kirib turib, yangi chiqqan, haqni so'zlaydigan yosh yoki burun ochib ko'rinmagan odamlarni ko'rsalar sen nereden peyda olib qolgan soltek, sen kimdin, taraq turuq, deblarlık,
hücum qiladigan ama aşırılık, ben 30 yıllık imam, birisi deptuğu, sen tünögün sürünü yatlıyordukla, 30 yıllık imamga dindin ders ötmeşi oldun mu degендek bir lavuz yaptı kalan bir atalmış lider mi var? Sen 30 yıl imamlık kıpsa, tertamay 30 yıl imamlık kalan olsan, o imamlığın nölemez mi meselende? Ama şey etkanda, sen 30 yıl emez, 300 yıl kalan bu, siz neticeni halk köygen bolsa sizni beshidi ko'taradi xalqimiz. Afsus. Aşqaga iştiranın neticesi bo'lmag'achqa xalqimiz ko'zi ichilib qaytadan toptira bir eshak kimidib bir yo'lga minib 30 yil mangsang bir nishonga yetolmasang toptiraman, bir xato yo'lda ketyapman nima degan o'ylaydi-ku odam degan. Mushta ahvol. Shunga bilib bilmay ba'zi qarshiliklarga, ba'zi hujumlarga uchrab qoldim ekanmiz ukam. Ammo sizning pozitsiyangiz shuki, mening shu parvoyimiz palak. Biz o'zimizga ishonamiz, o'zimiz menayotgan yo'lning to'g'riligiga ishonamiz. Ham bu yo'ldan o'lsakmi qaytmaymiz, yonmaymiz yani. İnşallah. Bayımı yazıptı bazı qarindoshlarimiz, amma doim anglaydigan bir gap shu, siz turupli paydo bo'lib qolsiz, turupli yo'qolib ketasiz, bu programmangiz nega ketdi? Ba'zilar tashna bo'ldik deganlar rahmat qarindoshlarim. Men nashqatim eskartib o'tdim. Men poshqalchi mollamlarga o'xshamayman. Mening bir yerim, men bek aldirash ishlaydigan birisi, hukumat organida ishlayman. Faqat haftaning oxirisida ozroq vaqtim bo'ladi. Ham o'dlikega odamni ekranga chiqarmayman. Ya'ni, men ekranga chiqarishga arziydi. Men haq durust odam, men haq durust gap qildi degan odam ushursa, anandaki yana bir bugunkidek bir yaxshi bir tema tug'ilsa, masalan, bugunki imzodagi 100 ming o'tkir deganga o'xshash. Bir yaxshi tema tug'ilsa, anandakin bu qarindoshlarimni taklif qilaman. Shunga mening programmam ko'p emas. Soni oz bo'lishi mushu sababdan. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Men qandaqdir bir tahdidlardan qo'rqib, birim qilganim emas. Men jonini alqonga olib qo'ygan, buni ayniq deb qo'ysam, menga tahdid qilgan munofiqlarga. Kallang ket qilishdan qo'rqmasang menga kel deyman, aniqla. Joningdan to'ygan bo'lsang kel deyman. Men chunki dedim, men jondan to'ygan birisi deb. Shunga endi baya ama bu hujumlarga uchragandimi, inim Bilal bay sizim dedingiz, amma va mushundaq odamlarning kimligini, nima qilayotganligini xalqimizga bildirish majburiyatimiz bor deb o'ylayman. Chunki ular bizga emas. Yana aytib yana bir durust odamlar yoki to'g'ri ish qildim, da'vat qildilar chiqsa, ular hujum qildi. Chunki ular necha vaqtdan da'vat qildim, ihmiy qilib turib shu bir tamoqqasiz deb emasmi? O'sha tamoqqasini aylab qo'yishdan qo'rqdi. Boshqa ish yo'q. Uning nazarida na millat, na Uyg'ur, na vatan, na Alloh. Uning biladiğini shu junda, yalaydigan junda. Shunga sizmi tirishing ukam, bizmi tirishayli. Amalla shu vatanga, millatga dushmanlik qilayotgan munofiqlarni qo'rqmay oshkorlaydi. Mening qilayotgan ishim shu. Mening qo'rqishim yo'q hech nimadan. İnşallah. Jiq vaqtingizni olib ketdim. Bilal ukam azroq bir xulos so'z qilsangiz, vaqtni birga berib qopti. Hamda ma vaqt munosabati bilan xulosa so'z dedingiz, ham jiq ma bizningki shu ekranda bizning suhbatimizni hamda ma imzo temasida chiqqan bu bir chiroyli suhbatlarni ko'rayotgan qarindoshlarimizning jiq vaqtini og'im yo'q. Men faqat shu bir nuqtaga markaz qilib bunda xulosalayman. Suyumlik Sharq Turkistonlik muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar, Uyg'ur yana boshqa millatdan bo'lgan yana qarindoshlarim. Shu bizningki shu imzo kompaniyasiga kuchab buni bir 100 mingdan oshirib olsanglar. Undan keyin bizningki tek bir g'oyamiz bor qarindoshlar. Faqat biz Xitoydan taltaks mustaqil ayrılib chiqib yashashdan iborat Sharq Turkiston davlatida mush kaynimizda turgan ko'k bayroqni lapildatib bizning hur yashash haqqimiz bor. Shunga meningki sizlarga qilgan tavsiyam hammamiz mustaqilchi bo'laylik. Hammamiz inqilobchi bo'laylik, haqiqiy inqilobchi bo'laylik. Hammamiz vatanning hurligi uchun pul mollarimizdan kechalaydigan, jonlarimizdan kechalaydigan shunday bir ruhni biz yetildiraylik, ham Allohdan namozlarimizni tilaylik.
va undan boshqa atrofimizdagi bizga shunday xato tashviqlarni taqdim mush avtonomchilik, undan keyin oliy avtonomiya, o'z taqdirini o'zi belgilash, undan keyin boshqa bu aytib nurg'un nimalar bor. Mushunga o'rtaq qarshi turaylik qarindoshlar. Bizningki tek g'oyamiz Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkistondagi xalqimiz bilan birlikda hur yashash. Amerikadagi insonlarga o'xshash hur yashasaq bo'ladi, bizning hech qanday bilerimiz kam emas. Shuning uchun biz sharoitni hozirlash uchun hozirdan boshlab mushu soatning o'zida, mush sekundning o'zida kallimizda xato hukm paydo bo'lib qolgan yoki anqiramay qolayotgan qarindoshlar, ma gapni aniq anglagandan keyin bir azroq bir 5 minut hech kim yo'q yani bir jim o'tirib bir o'ylanib, undan keyin siz ma qilayotgan ishlaringizni ma bir to'g'ri tarafga tortib to'g'rilang. Agar biz mush ishlarimizda boy bizningki riyosatchi afandimizmi dedi, akimizmi dedi, suslik qilib biz mana yevasak bu ishlarda. Dal qarasak bizningki mustaqilligimiz tugul, o'zimizmi qolmaymiz. Ma sirt yashayotgan millat insonlarmi bizmi sizmi qolmaymiz. Shu mush ishdan aytdi, kallanlarni sagil qilib bu imzo ishi bilan to'xtab qolmaydi. Bu imzo ishi shu Oqsaroyga kirdi. Nurg'un nimalar bo'ldi, ammo bundan keyingi ishlarimizni davomli shunda avangard bir o'rin qo'yib, o'sha milliy mujodilamizdagi to'xtab qolmasligi uchun biz agar o'zimiz inda bir nima bo'lib qolsa o'zimizni tarbiyalaylik. Ballarimiz cho'ng o'tdi, ballarimizga ham shunday bir milliy ufqun, milliy ong, undan keyin shu mustaqillikdan iborat bir narsani tushuntirib, ularningki shunday bir Sharq Turkistondagi inqilobchilari, jangchilar cho'ng bo'lishiga biz sharoitni hozirdan boshlab hozirlaylik qarindoshlar. Meningki oxirida aytgan so'zim shu. Ham shu suhbatni o'rlashtirgan jasorat akimizga Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Ham hozir shu suhbatni naq maydon ko'rinishini ko'rayotgan bizningki barliq butun dunyodagi Sharq Turkistonlik muhojirlar yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga vaqtiga rahmat, jiq vaqtinglarni ep qo'ydik. Agar bizningki gap so'z arlig'ida xato bo'lib qolgan yoki ko'ngillarga tegib ketgan yoki ko'ngillarni ranjitib qo'ygan bir gaplar bo'lib qolsa, bizga ayrim so'z qoldirsanlar bo'ladi yoki telefon qilsanlar bo'ladi. Biz Alloh xolasa davomli to'g'ri so'zlashga tirishimiz, davomli to'g'rini qilishga tirishimiz, ham davomli xalqimizningki milliy mujodilasi uchun ish qilishga tirishimiz. Alloh xolasa Allah hammamizning tilaklarimizga yetkazar. Men so'zimni inshaalloh oxirlashtiray. Hammanglarni Alloh topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Inim Bilal xapomisangiz men orliqda bir telefon kelib qopti-ki, diqqat qilmay qoptimi? Bu mush qarinishimizniki telefonni avitib programmalar oxirlashtirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Jazarak o'tgan ishga. Qani gap qilaman, avval ko'may qoptimi kechirsiz? Ishqi yo'q. Birinchisi dunyoning hamma yerida filmlashimizning imzo etishdi. Qattiq qarshi va hammaga tashakkur. Bu turga filmlashdik. Ovoz imzoni yaxshi otdik. Aniq ko'rdik. Javob xizmatchilarga shaxsan tashakkur etaman. Ikkinchisi men o'zimni o'ylagan o'rtoqlashmoqchi. Men Xitoyning tuzumida bir partiya bo'lib qolganini bir ko'rib ketgan odam. Men Xitoyni ma'muriyatchiman. Kommunist partiyasi xato gapirib qo'ymaydi, o'zini fikrini qo'shib qo'ymaydi. Men turmushdan bunday hayotdan to'lab ketib chetdan chiqqan. Shu men chetdan kuchim oz bo'lsa, bir oz degan ish qilib shu partiya bo'lsa, men hozir mustaqil tashkilot quraman. Az bilan tashkilotlar administratorlar qanday tashkilotlar bilan buni bahslayman. Avval mush tashkilotlar bilan raqobat bo'lsa, inqilobimiz bir sirli deyman. Shu men shaxsan mustaqillik tashkilotimizni ustun turib atmomizni boshliq bo'lmish mustaqillik partiyamizni qo'llaydigan bir umidni ko'raman ham qo'llayman iqtisodiyatdan, ovozim jihatdan. Shu onlarni ba'zilarniki voy har xil ketibdi bilan bo'lib kelgan bo'ldi deb undaq deyishdi. Deyishga qarshi agar biz hammamiz birga kelib bir
bir partiya deb olsak, yan bo'lamiz asosan Xitoy ishtirokida necha bo'lsa da Xitoy ham chek yo'llamas mumkin. Shu bilan men xuddi Amerikada ishlayman, shu partiya bo'lib o'tirib, shu zarur narsalarni tashlab, xatoma to'g'ri deb taras qilib, uni to'g'risini payda qilmasin, tanisa degan tanishlik umid qilaman. Undan keyin bilan hacim kıyılışımızın Allah razı olsun, sağlık kıyılışımızın bekkanında beşçe bakatlarsa Allah sana razı olsun, biz sizlerin pehrinimiz, bizlerin akına oturup küç koymaz, kesinlikle koymuş, ekranımız koymuş, bir şey pehrin olmanız, ekranınız için, her sözleriniz için sizin için teşekkür, Allah sizden razı olsun, Rahmet sizge, Allah sizden razı olsun. Hayır, Allah'a emanet etmesi. Allah'a emanet. Bana yana bir kayırmışımızdan yürek sadasını anladık. Bilal'im bayağı hoşlaşıp olgandık ama arlıqda dikkat qilmabdim. Telefon yenib turibdi, ma yanıga qarmabdi ekanman, ko'rib, hurmatsizlik bo'lmasin, qarinishimizning ovozini anglab o'tayin dedim. Oxirida sizniki yana burunqidek irodangizda yanmay milletimizning shu da'vo yo'llarida qo'lingizdan kelishicha bor kuchingizni chiqarishingizni umid qilaman. Shuning bilan birga sizga turmushingizda bir xotirjamlik, salomatlik tilayman. Rahmat. Allohga omonat, qaytib ko'rishguncha omon bo'linglar. Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Xayr, Allohga omonat. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yan turib, kaldı ketken yolunga, ata-anam təlbürüb, gözlerine yaş ilib, suyunda kaldı, oğullarını eşirdi, oğul kızım kaldı. Kudayımga amanet, dep kademle başladım, aldığımdaki sebep, yolda nezer taşladım. Bu yollar uzun yollar, bu yolda ölüm dolar, adam kaçan kim orada, küterse bir bağlar. Bu yollar boynunda Gettin şumlup gözler Alemdin oldun cüda Şum ecel gelip geldi Dıllarını yayan etti Küyümcan hem kadirdan Əzizler ülkendi Acaba geç musafir Bir işi ilerley Neşirdim dendirek Deriye gidenmey Dualı sorayım Allah'ın amanlığı Yol düşürgen musafir Körmez son yamanlığı
sağlığın tilayman.